Assalomu alaykum hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Bugungi mehmonlarimiz Sherzod Ahmedov va Javlonbek Qahramonov. O'zini sohasiga juda ham yaxshi javoblar ham olishi mumkin, faqat uni fact check qilish juda ham muhim. AIda gallyutsinatsiya degan tushuncha bor. U berayotgan javoblar har doim to'g'ri emas. Dasturchilarning o'zi yana bir yil umri qoldi, ko'p qolgan bo'lsa. Internetda aytishardi, pichoqqa o'xshatsa bo'ladiki, uni har xil maqsadda foydalansa bo'ladi. O'rganishdan to'xtagan dasturchi ishim kerak emas deb qoladi. Ko'r-ko'rona uni fikriga ishonib ish qiladigan bo'lsa, bu narsa katta xatolarga olib kelishi mumkin. Bu nafaqat meditsinada, boshqa sohalarda ham. Boshida kreativ sohani aynan o'zgartira olmaydi, baribir inson omili kerak deb hisoblanadi. Maqsadli kreativlik yo'q AIda. Kreativlik kelguncha biz faqat sohani bilimini ishlatmaymiz. Men 4 yil Amazonda AWS'da ishladim, bir qator ham kod yozmadim. 4 yil oylik oldim deyapti. Assalomu alaykum hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Qaysi platformadan kuzatishi yoki eshitishdan qat'iy nazar hammaga salom deb qolamiz. Biza modadan qolsang ham podadan qolma degan trendni olg'a surib podkast boshladik. Podkastimizni doimiy rezidentlari Ruslan Rustamov va Kamina G'aniyev Davlat bo'laman. Bugungi mehmonlarimiz Sherzod Ahmedov va Javlonbek Qahramonov. Bular bilan tanishadigan bo'lsak, o'zlaringizni tanishtirsanglar bo'lar, marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Men Ruslan Rustamov bilan Davlat G'aniyevning og'aynisi bo'laman. O'zim nima desam bo'ladi? Men dasturchiman. Ko'p yillardan beri 12 yildan oshiq dasturchilik bilan shug'ullanaman shu sohada. Hozir asosiy o'sha asosiy ishim hozir Danats shvedskiy Danats kompaniyasida ishlayman. Lead developer anosida pozitsiyasida. Shu mana nomini bilmayman-u. Podkast nomini bilmayman-u, lekin chaqirishuvdi, keldim podkastga. Aytgancha, kuzatuvchilar, biz hali podkastga nom qo'yganimiz yo'q. Sizlarga yangi e'lon qilamiz. Kommentlarga yozib qoldiringlar. Eng ma'qul bo'lgan biz nom tanlab olamiz va unga $50 o'sha nomni yuborgan odamga $50 bonus sovg'amiz bor. Marhamat. Sherzod, devon o'zingni tanishtirsang bo'lar. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Sherzod, yoshim 26 da. Dasturlashni taxminan 9 yoshimdan boshlaganman. Bunga sababchi bo'lgan insonlar yonimda o'tiribdi. Ruslan aka, Davlat aka, Javlon akalar. Men ularning shogirdlari bo'laman. Hozirda Toshkentdagi Oktobank xususiy bankida lead iOS developer lavozimida ishlayman. Bugungi podkastimiz mavzusi boya aytib o'tganimizdek trendni ushlaymiz. Trend mavzuda. Trend nima bo'lyapti? Sun'iy intellekt bo'lyapti. Sun'iy intellekt haqida muhokama qilamiz. Hammaga AI. Kirish uchun savol. Sun'iy intellekt sizlar uchun nima? Masalan, hozir trendmi yoki inqilobmi? Nima deb o'ylaysizlar? Javlon, nima fikrdasan? Sen uchun inqilobmi yoki hype'mi? Sun'iy intellekt. Ikkalasi ham. Bir vaqtda o'zi katta o'zgarishlar olib kelyapti ham, lekin juda ko'p hozirgi holati shundayki, juda ko'p qismi hype bo'lib qolyapti. Sherzod? Men ham shu fikrga qo'shilaman. Hozir bu juda ko'p ma'lumot bilan to'ldirilgan shunaqangi bir dasturga o'xshaydiki, lekin uni hozircha o'zi qaror qabul qila olmaydigan instrument. Ya'ni uni boshqarib turadigan odam kerak. Lekin YouTube va LinkedIn platformasida juda ko'p ko'rib qolaman. AI dasturchini o'zi zamana qiladi, o'rnini almashtiradi yoki dizaynerni almashtiradi, muzikantni almashtiradi degan juda ko'p reklamalar chiqib kelyapti, lekin u aslida unaqa emas. Buni ishlatib ko'rgan odam bu narsani juda yaxshi biladi. Ruslan, siz inqilob dedingiz. Qaysi sohalarda ko'rdingiz? Sun'iy intellektni inqilob qilgan. Men deyarli hamma sohada deb aytishim mumkin. Men o'zim dasturchi bo'lsam ham dasturlashda ancha-muncha muammolarni yechim berishda yordam tegadi. Yoki tibbiyot sohasini olaylik. Tibbiyot sohasida uy sharoitida odamlarda undan maslahat so'rash tavsiya etilmaydi, lekin mutaxassislar, ya'ni qaysidir sohani vrachlar bo'ladimi, yaxshi mutaxassislar tibbiyot sohasida bo'lsa ham AI orqali savol berib,
yaxshi modellar bo'lsa albatta o'zini sohasiga juda ham yaxshi javoblar ham olishi mumkin, faqat uni fakt check qilish juda ham muhim. Ya'ni ko'r-ko'rona ishonib ketmaslik kerak egaga. Hype dedinglar, Javlon, Sherzod, qaysi qismi hype sizlar uchun? Hype deganim Aynan. qaysi ma'noda? Misol uchun, Ruslan aka aytib o'tdilar, meditsina maqsadida foydalanib bo'lmaydi, ya'ni uy sharoitida, to'g'ri aytib o'tdilar. Deylik, tasavvur qiling, meni boshim og'rishni boshladi, sun'iy intellektdan savol so'rashni boshladim. Va u menga qanaqadir takliflar berishni boshladi, qanaqadir dorini ich yoki shunga o'xshash maslahatlar. Lekin men meditsinani tushunmaganim uchun u narsani ko'r-ko'rona uni maslahatiga kirishim mumkin va AIda gallyutsinatsiya degan tushuncha bor. U berayotgan javoblar har doim ham to'g'ri emas. Agar meditsinani tushunadigan odam bo'lsa, uni ma'lumotlarini to'g'rilab qo'yishi mumkin. Yo'q, menga bu narsa to'g'ri kelmaydi, boshqacha javob ber deyishi mumkin. Lekin bu narsani tushunmaydigan odam ko'r-ko'rona uni fikriga ishonib ish qiladigan bo'lsa, bu narsa katta xatolarga olib kelishi mumkin. Bu nafaqat meditsinada, boshqa sohalarda ham. Ko'pchilik hype qilishyaptimi? Hype deb hisoblayman, chunki AI sohasiga juda katta pul tikilgan, OpenAI, Grok va shunga o'xshash modellarga juda katta pul tikilgan va hozircha ular o'zini oqlagani yo'q. Qandaydir daraja oqlayapti-ku baribir. Oqlayapti, lekin tikilgan. Odamlar qiymat olyapti-ku. Masalan, umuman nol qiymat emas-ku. Masalan, hype bo'lishi mumkin, umuman qiymatsiz narsa bo'lsa edi, orqasida hech narsa bo'lmasa edi, vaqt soati bilan foydaga chiqishi mumkin. Deylik, har bir texnologik yechimlar vaqtida boshlang'ich darajada birdan foyda keltirmaydi, iqtisodiy foyda keltirmaydi. Tannarx qiymatga aylanadi. Uni keltiradigan qiymatini choqadigan bo'lsa, misol uchun, tannarxini oqlamasligi mumkin, lekin vaqt soati kelib u oqlanib ketishi mumkin-ku. Endi bu qancha vaqtda oqlanishi endi foydalanuvchilarga bog'liq. Hozircha o'zini oqlagani yo'q, tikilgan pullar to'liq o'zini oqlagani yo'q va shu sababli men o'ylayman, AIga juda katta reklamalar chiqib kelyapti internetdan, uni foydalanishga bo'lgan agressiv reklamalar paydo bo'lyapti. Men o'ylayman, bu shunchaki o'zini pulini oqlash uchun o'sha kompaniyalar tomonidan qilingan ishlar deb hisoblayman. Bu umuman olganda foydasiz instrument emas, shunchaki juda ko'p ma'lumotlar kiritilgan katta bir dastur xolos. Buni ichida to'g'ri va noto'g'ri ma'lumotlar ham bor. Buni biz to'g'ri ma'lumotlar bilan to'ldirilgan instrument deya olmaymiz. Hype bo'yicha Javlon, san ham qo'shimcha qilasanmi Sherzod gaplari? Shu boyaga o'zim soham bo'yicha gapirishim mumkin. Dasturchilar kerak emas endi. Hamma o'zi dastur yozib olaveradi. O'sha internetda bo'lsa, Google'da qanday ishlatishni oldin tushungan bo'lsa, kirib xohlagan narsasini yozib olaveradi. Dasturchilarning o'zi yana bir yil umri qoldi, ko'p qolgan bo'lsa, yana bir 2 yil keyin bir zo'r model chiqqandan keyin dasturchilar umuman kerak emas bo'lib qoladi degan fikri juda katta hype. Endi bu bizning sohamizda hype faqat. Qolgan sohalarga juda katta e'tibor bermayman-ku, lekin qolgan sohalarga ham ozgina hype bo'lyapti. Ularda ham xuddi shu qo'rqinchda, boyagi shu hypening eng katta anosi bu shunchalik kuchli narsaki, bu odamni ajratib almashtira oladi, to'liq almashtira oladi degan hype bor-da. Buni sababi o'sha Sherzod fikriga qo'shilaman, bu o'zi o'sha Wall Street va katta investitsiya yuradigan sohani o'zi next big thing degan narsa yuradi har doim. Ular qanaqadir nimanidir shishirib yurishadi har doim. O'sha yana bitta shishiriladigan mavzulardan bittasi. Lekin o'sha shishiriladigan mavzular erta portlab ketadigan bo'lsa ham, orqasidan nimadir qoladi, foydali narsa qoladi. Ya'ni o'sha sog'lom ishlagan hypesiz qismi qoladi buni. Biz hypesiz qismini ham ishlatamiz. Shu fikrim shu hype, halicha hype, juda hype'da, hali bu bir o'sha eng yuqori cho'qqisiga borib, hype traindan tushib qolgandan keyin o'sha sog'lom qismi qolgan vaqti hali ungacha borib olganimiz yo'q hali. Tushunarli. Endi qiziq savol, Ruslan. Nima deb o'ylaysiz? AI sun'iy intellekt, ya'ni dasturchilarni ishsiz qoldiradimi yoki qanaqa? Aynan dasturlash texnologik sohalarda qanaqa o'zgarish qilishi mumkin? Hype
ga qo'shilmagan holatda man o'zim kundalik hayotdagi tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkin. Bugungi kunda dasturchilarni avval juniorlarni o'rnini egallaydi deb aytuvdik. Endi esa уже junior emas, middle darajasini ham o'rnini egallaydigan darajaga chiqqan. Dasturchilarni ishsiz qoldirmaydi. Faqatgina dasturchilar o'zini ozroq yo'nalishini o'zgartirishi kerak. Ya'ni faqat shunchaki dasturchi emas. Biznesda analitikani, biznesga ko'proq foydasi tegadigan, qanaqa proyektlarda ishlatiladigan bo'lsa, o'sha proyektlarni ko'proq tushunishga harakat qilish kerak va AI ni u o'ziga yordamchi sifatida ishlatish mumkin bo'lgan dasturchilar uchun kerak bo'ladi. AI ga hamma narsani o'zi siz prosta miyangizdagi xohishingiz qilib bera olmaydi hozircha. Siz zo'r mutaxassis bo'lsangizgina AI da yordamchi qilib ola olasiz. Chem junior yoki middle dasturchini olib yurgandan ko'ra yoningizga yaxshi bilimli, zo'r dasturchilar bo'lsa, tezroq natijaga erishish mumkin. Hozirgi kunda buni isbotini ham ko'ryapman. Shu boshlang'ich darajadagi dasturchilarni o'rnini egallaydi, bu aniq, shubhasiz. Lekin zo'r dasturchilarni o'rnini egallamaydi. Qachonki ular, men har doim bitta fikrda aytaman, inson adaptiv bo'lishi kerak, ya'ni moslashuvchan bo'lishi kerak. Agar men eng zo'r dasturchiman, men o'rnimni egallay olmaydi degan ma'noda kibrlanib yuradigan dasturchi bo'ladigan bo'lsa, meni fikrim endi bu. U inson yangilikni xohlamayaptimi? O'sishdan qolib ketadi va u insonning o'rnini aniq egallaydi. Lekin yordam sifatida ishlatsa, foydaga chiqadi. Lekin fikringizga qo'shilaman, ozgina davom ettiraman, lekin bundan oldingi fikringizga ozgina qaytaman. Hamma sohani o'zgartirdi dedingiz-da. Mana siz ham hype'ga uchgansizda. Bo'lishi mumkin. Lekin hamma sohani o'zgartirmaganda, masalan, somsapas, kulolga farqi yo'q-da, AI nima bo'lishi. Halicha balki meni keyinchalik o'zgartirar bilmadim. Lekin hozircha farqi yo'q-da, hamma soha o'zgarmagan. Lekin ko'p sohani o'zgartiryapti, to'g'ri. Lekin sizda o'ylayotgan odamlar ko'p-da, lekin mana hype'ga uchib qolganda o'shalar. Yo'q, men endi to'liq tushuncha berib ketmadim. Men ham shu aqliy mehnatli ishlarni nazarda tutdim. Vrachni operatsiya qiladigan o'rnini egallay olmasligi mumkin. Ma'lumot, data sifatida foydalanishga o'shanaqa ishlarni o'rnini egallay oladi. Masalan, sudyani o'rnini egallay olmaydi. Lekin qonunni yaxshi o'rganib turib, hamma kerakli datalarni bersa, jinoyatni nima deydi, topishda yordam berishi mumkin, lekin baribir sudya inson sifatida u adolatli qaror chiqarish kerak. Sudyani o'rnini egallay olmaydi. Lekin dalillar tergovchini o'rnini egallay oladi deb aytishim mumkin. Datani yig'ib beraversa bo'ldi faqat. Ma'lumotlarni yig'ib, ularni analiz qilib, qanaqadir u ma'lumotlardan qayta ishlab xulosa qiladigan sohalarda egallash mumkin demoqchisiz. Shunaqa diagnostika, tibbiyotda oladigan bo'lsa, diagnostika sohasidagi tibbiyot xodimlari o'rnini egallashi mumkin. Lekin boyagi aynan qanaqadir xirurg yoki boshqa mutaxassislarning o'rnini egallashi yoki medsestra deydi vrach anaqa jismoniy. Bu men shunga o'xshash fikrim bor. Misol hozir o'sha nima deydi? Juda ko'p sohalarni umuman juda ko'p sohalarda birinchi o'zimiz sohani gapirib ketadigan bo'lsam, bizning sohada shundayki, bu bizning soha o'zi texnik soha, o'zi har doim yangiliklar tez bo'lib turadigan sohada. Ya'ni sizni boya fikringiz to'g'ri. Dasturchilar ular forever student deyiladi va har doim bir umr o'rganuvchi bo'lishi kerak. Bir umr o'rganishdan to'xtagan dasturchi hech kim kerak emas bo'lib qoladi. U bizning soha shunchalik tez rivojlangani uchun o'rganishdan to'xtagan dasturchi nima deydi, bir necha yillar, даже 10 yilliklar emas, bir necha yillarda absolut bo'lib qoladi, keraksiz bo'lib qoladi. Yurish ham yetarli emas, yugurish kerak. Bilimlari eskirib, keraksiz bo'lib qoladi. Shuning uchun endi bizning sohaga bu kirib kelishi endi ko'pchilik skeptizm bilan qabul qilyapti, chunki haqiqatda AI juda katta sakrashda, o'zi juda katta yangilik. Bizning sohaga juda tez kirib kelyapti va biz insonmiz, inson
juda tez o'zgarishni yomon ko'radi, stabillikni yaxshi ko'ramiz baribir. Shuning uchun ko'pchilik yaxshi emas deb qarayapti. Lekin man misol bunga skeptizm bilan qaramayman. AIga man shunday qaraymanki, bu yana bitta juda kuchli bir instrument, ya'ni o'sha uskuna kirib keldi-da, o'zbekchasida o'sha uskuna bor. Endi bizada ya'ni yangi uskuna o'ylab topilsa, ishlab chiqarish tezligi ko'tariladi. Bizning soha ham xuddi shunday anonga uchrayapti, transformatsiyaga uchrayapti hozir. Juda zo'r uskunalar kirib keldi. Boyagi anonga o'xshaydi-da, o'sha industriyalashish davriga o'xshaydi-da. Oldin hamma qo'lda qilgan bo'lsa, endi sanoatlashish bo'lyapti-da, anolar kirib kelyapti. Yangi apparatlar kirib kelyapti. U apparatlar odamning ishini ko'pini avtomatlashtirib oladi. Lekin juda yaxshi o'xshatish bo'ldi. Apparatda u ko'p joylarda kalta AI fikrlaydigan apparat bo'lsa ham, lekin o'sha fikrlashini chegaralari bor. Uni chegaralari bilan, kamchiliklari bilan ishlatishni bilish uchun baribir o'sha odam kerak-da. Mutaxassis kerak, kuchli mutaxassis kerak. Ya'ni juda kuchli mutaxassis zarur desa ham bo'ladi-da. O'zi oldindan shunday bo'lganda, bizning sohada misol sizga nima kerakligini to'liq o'sha ikir-chikirigacha bilsangiz va sizga qaysidir dasturchi kelib nimadir ishni qilib bergan vaqtda uni qabul qilguncha to'liq u nima ish qilganini tushuna olsangiz, siz o'zi shunday ham zo'r bo'lgansiz, zo'r mutaxassis bo'lgansiz-da. Ya'ni mana bunaqa mutaxassislarning o'rni hech qachon to'ldirib bo'lmaydi-da, bizning sohada ham to'ldira olmaysiz-da. U hech qachon klient to'liq bizga ikir-chikirigacha, detallarigacha har doim aytamiz, o'sha tez qilib bera olmaydi. O'zini tasavvuri u darajada emas. Ya'ni o'sha AIga moslashtirib aytadigan bo'lsa, zo'r prompt yoza olmaydi-da baribir. U prompt yozish u ishni yarmi-da. U prompt yozgandan keyin rezultat chiqadi. O'sha natija chiqqan vaqtda natijani baholash ham kerak-da, bahola olish kerak-da. Natijani kim bahola oladi? O'sha tajribasi bor odam bahola oladi. O'sha natija to'g'ri natija beryapti hozir. Bu natija o'sha 10 yillab, 50 yillab ishlaydi, stabil. Yoki boyagi nima deydi, xavfsizlik muammolari yo'q yoki qanaqadir katta nima deydi, spetslujbalar daniylarni upload qilib yubormaydi degan narsalarni o'sha mutaxassis qilib bera oladi-da. Baholanadi. Lekin men bir narsadan bizani o'sha texnik soha bo'lganimiz uchun birinchi kuchli o'sha kuchli kirib kelish va kuchli zarba bizani soha uchrayapti. Bunday olgan, endi zarba deb qo'pol chiqishi mumkin. Endi birinchi to'lqin bizani sohaga kelib urilyapti. Men endi kundalik ishlataman. Shu narsani tushunib yetdimki, o'sha balkim bizani sohaga bunchalik fokus qilishga arzimas. Birinchi boshqa sohalarga o'tkazishga harakat qilib ko'rish kerakdir degan fikrim bor. Sababi misol dasturchilik sohasidan ko'ra mana sohasini juda katta o'zgarish qilib yubordi-da. Raqamli deydi-ki, raqamli nima deydi? O'zbekchasida nima bo'ladi? Raqamli o'sha kreativ narsalar, rasmlar, videolar, raqamli ijodkorlik mahsulotlarini juda o'zgartirib yubordi-da. Hozir anolarda to'liq siklgacha ham olib borishni ilojini qilib qo'yish iloji bo'ldi. Hozir aytayapmanki, bizda tezda qilib, ishni olib, keyin natijani baholash kerak bo'lsa, odamni almashtirib bo'lmasa, lekin oddiy odam, kompyuter bilan yaxshi ishlay oladigan odam hozir kerakli logo yasab olyapti-da o'ziga. Yoki bunaqa o'sha o'zini qanaqadir mahsuloti bo'lsa, mahsulotga korobkasini, dizaynini yasab olyapti-da. O'sha ya'ni bularnikiga mana to'liq sikl almashib qolyapti. Ya'ni e'tibor bersanglar, o'sha sohada deyarli to'liq boyagi almashyapti-da. Boyagi mutaxassis kerak emas bo'lib qolyapti-da, deyarli. Lekin endi bu ham u AI bergan natija halicha juda sifatli emas. Boyagi stanoklar, korobkani chiqarayotgan stanoklar tushunmaydi uni natijasini yoki boshqa narsa. No, lekin bularniki juda katta qamrovi
qamrab olishi yaxshiroqda. Undan ham boshqa sohalar bo'lishi mumkin. Misol, to'liq AI odamning ishini olib qo'yadigan sohalar bo'lishi mumkin. Misol, men o'zim shaxsan fikrim buxgalteriya sohasida. Men o'ylayman, endi men juda kuchli buxgalter emasman-ku, lekin buxgalteriya sohasiga ozgina ishim tushgan payt shuni tushunib yetganmanki, buxgalter qilayotgan ishi endi ochiqcha va qonuniy buxgalter deb aytaman-da. Endi to'g'ri, qanaqadir qora iqtisodiyot qiladigan buxgalterlar boshqa narsa. Qoidalar yaxshi kiritilgan bo'lsa, hamma narsa qilayotgan bo'lsa, buxgalterda ishini juda katta qismidan oladi-da. Balkim endi bitta korxonani butun buxgalteriyasini ishdan haydab yubormas, bitta buxgalter qoldirib, qolgan bitta AI qo'yib, yaxshi o'sha prompt qilingan nastroykalarga AI qo'yib, o'shani almashtirish ilojisi bordir deb o'ylayman. Endi bu misol, men endi aytmoqchi emasman, buxgalterlar kerakmisiz bo'lib qoladi. Просто boshqa sohalarga balkim e'tibor bersa, mana shu kuch bilan, mana shu investitsiyalar bilan ko'proq natija olardi deb o'ylayapman. Dasturchilardan ko'ra. Shu o'rinda savol, boshida kreativ sohani aynan o'zgartira olmaydi, baribir inson omili kerak deb hisoblanardi. Undan keyin mana o'zing so'zing bilan aytib o'tiribsan, kreativ sohani to'liq egallay boshladi. Insonni ishtirokini kamaytirib tashladi deyapsan. Xuddi shu kreativni dasturlash sohasini ham hozir biz shunaqa o'ylab turibmiz. Lekin yana katta fokus berilsa, balki dasturchilarning ham shunaqa o'rnini egallashi mumkin, katta qismini deylik. Zo'r savol. Men bu narsaga o'zim fikrlarimni yozib qo'ygandim. Shu fikrlarim ichiga bor edi-da. Hozirgi AIga yetmayotgan eng katta kritikal nuqtasi, shu kritik nuqtasi men o'zim ko'zim ko'rgan o'sha ishlatuvchisi sifatida aytishim mumkin. Maqsadli kreativlik yo'q AIda. Kreativlik bor, uni qilishdi. Kreativlik zo'r. Ya'ni maqsadli kreativlik bor. Keyin random bor-da, случайный kreativность bor-da. AI mingta variant chiqarib berishi mumkin, uning ichidan bitta zo'r bo'lishi mumkin. Lekin inson bilan AI farqi, inson maqsadli kreativlik qila oladi-da. Ya'ni nima demoqchiman? Insonga 3 ta variant qiladi, eng yoqqanini ushlaydi, eng yoqqanini ushlagandan keyin uni boyagi kontekstini saqlagan holda uni tinimsiz 20-30-versiyasini maqsadli boyagi odamdan so'ragan holda maqsadli yaxshilab borish va maqsadli yangi ideyalar qo'shishni qila oladi. Odamda shunday narsa bor. Endi chuqur tushadigan bo'lsa. Lekin AIda yo'q u narsa. AI har safar nimadir gapirishga beradigan bo'lsa, misol randomni tanlab beradi-da, u randomni. Misol AIga siz bitta rasmdan generatsiya qilishga berdingiz. Bittasi yoqdi. Bittasi yoqdi-da, lekin unga 3 ta yangi o'zgartirish qo'ymoqchisiz. O'shani juda yaxshi prompt yozsangiz ham, juda qiyin uni boyagi siz ko'nglingizdagi narsani yanada chiqarib berishda. Uni qanday qilib yengasiz, yana aytishingiz mumkin. Menga mana shunaqa narsa kerak prompt. Ya'ni 1000 xil yana bitta bu variantni yaxshilada 1000 xil yangicha variant chiqar deyishingiz mumkin. Ya'ni randomlik bor-da, qanaqadir boshqarish anosi yo'q. Odam misol klientga bitta variant yoqqan bo'lsa, u klientga yoqqan variantini klient menga mana shu yoqdi-da, lekin menga yanada meni boyagi biznesimning ideyasini yaxshiroq yetkazib bersin, shunaqa narsa bo'lsin deb desa, odam yanada yangicha ideya o'shani qoldirgan holatda uni ham juda boyitib, juda yangicha ideyalar qo'sha olardi-da. Ya'ni turgan joyidan kelib chiqib. AIda u juda qiyin. Unda randomlikka kutishga to'g'ri keladi. Sun'iy intellektga ham masalan promptlarni berib, maqsadli yo'naltirilsa, o'sha xuddi sen aytgan holatda 3 ta variant berdi deylik. Bitta variantini qoldirib, aynan nima qaysi qismi senga ma'qul kelmagan bo'lsa, o'sha qismini o'zgartirish kerakligini tushuntirsang, promptlar, maqsadlar aniq bo'lsa qilib bera oladi. To'g'ri, nisbatan qilib bera oladi, lekin hamma AIda hozir anosi bor, context window degan tushunchasi bor, to'lib qoladi. Biz xatilkalarni kiritaversa, o'zim ham ishlataman, o'zimda ham ko'p bo'ladi. Kontekst to'lib qoladi. Kontekst to'lib qolgandan keyin bo'ldi, o'sha u kontekstni misol cloud kod ishlatganlar biladi va kompakt qilsa bo'ladi. Kompakt qilgandan keyin o'sha rezultatlar yomonlashishni boshlaydi. Sifatsiz rezultat berishni boshlaydi. Lekin misol
bu juda bir серьезный juda bir nima deydi katta nima deydi katta kuchli kompaniya logotip yoki qanaqadir mahsulotini redizayn qilishi uchun u kontekst window juda katta bo'ladida. Ya'ni maqsadli kreativlik juda qiyin bo'lib ketadida AI bilan. Lekin baribir to'g'ri bu maqsadli kreativlikka yaqin keladi. Lekin baribir u randomda. Ich-ichida random o'ylaydi. AI ana o'ylanmaydi. U qanaqa desam, bizani o'zi inson sifatida bizani bir boshqacha anavimiz bor-da. Böyle dushga o'tirgan vaqti, hojatxonaga borgan paytda juda zo'r ideyalar kelib qoladi-da. Misol AIda yo'q-da u narsa. Uni baribir kimdir prompt qilib kiritib berish kerak-da uni demoqchiman. Uni prompt qilib kiritib bersa baribir odam o'sha yo'q degani-da o'sha narsa. Tushunarli. Sherzod, sen qanaqa fikrdasan bundan oldingi savolimizga? Shu joyda qoldiradi. davlat Sherzodga savol berishingizdan oldin javoblarga aytay. Podkast boshlashimizdan oldin bitta narsani eksperiment qilib ko'rdik. Skater yo'qligi vaqti oyog'imiz xunuk ko'rinmasin deb skater qo'yamiz dedik. Va uni AI bilan nima deb nano bananaga tashlab ko'rdik rasmni, stolda rasmini. Va keyin Sherzodda ham rasm tushirib, Sherzodda o'tirgan holatini qilib berdi deb aytdik, to'g'rimi? Sherzodda tepa qismida rasm tushirib qo'ydim. O'sha joyda o'zingiz ko'rdingiz. U ham bir kreativligi deb hisoblayman. Sherzodni men AIda har doim aytaman, AIda farosati kuchliroq deyman. Ya'ni Sherzodni rasmini qo'yishdan tashqari, pastda Sherzodni oyog'ini ham ko'rinib turganini ham shuni ham hisobga olib qo'yib ketdi-da. Siz aytgan gapingizga Yo'q. U kreativlikka misolda o'ylamayman uni. bu datani ko'proq eski shunga o'xshash tajribalardan kelib chiqib baribir qilyapti deb hisoblaysizda baribir. Yo'q, endi u misol inson biz unga qoyil qoldik, lekin inson uni shuni ham tushunadi-da. Misol insonga shu taskni bersangiz, inson uni shuni ham qila oladi-da. Lekin masalan jamoada chizib qo'ymaydi-da. Jamoada bitta dasturchilar komanda bo'ladigan bo'lsa, siz bitta feature qildirishingiz kerak. Dasturchilar aytsa, siz hozirgi kunda ko'p dasturchilar aytilgan taskni bajaradi. Lekin cloud kod ishlatgan vaqti u sizni ham xayolingizga kelmagan qo'shimcha narsalarni ham qo'shib berib ketishi mumkin. Masalan, misol tariqasida bitta aytishim mumkin. Qaysidir ma'lumotni o'chirish uchun korzinkani belgisini qo'yadigan knopka task berganimizda, u korzinkani qo'yib va qaysidir jadvaldagi qaysidir ro'yxatdagi ma'lumotlarni o'chirishga ruxsat berdi, qaysidirlarini xiralashtirib qo'ydi. Nima uchun xiralashtirib qo'yibdi desangiz, u bu datada boshqa relation bor, boshqa ma'lumot bog'langan, shuning uchun buni o'chirish tavsiya qilmaymiz degan ma'noda o'shani ham hisobga olib ketib, davlat bilan birga sinab ko'rgan vaqtimizda o'chirish knopkani ham disable qilib qo'yibdi-da. Yoki misol o'chirish deganga o'chirishni bir marta bosgandan o'chirib yuboradigan qilib qo'ymadida, bir marta bossang, o'chirgandan keyin aynan shuni o'chirish xohlaysizmi deb tasdiq so'rayapti, misol uchun. Bu misol uchun ko'p dasturchilar buni qila oladi, qiladi ham misol uchun aytganingni. Lekin ba'zilari misol uchun qilmaydi uni. O'chirishmi bitta knopkani bosganda avtomatik delete qilib yuboradigan funksiya yozish mumkin. Qo'shimcha tasdiq so'ralishi kerak o'zi, misol uchun ma'lumotlar o'chirilishidan oldin shu narsani ba'ziviy farosat ishlatib, qandaydir ma'noda sun'iy intellekt qilib beryapti shunaqa tasdiqlar. Lekin to'g'ri aytyapsizlar, lekin men gapirayotgan narsa u kreativlik. Men balkim fikrimni yaxshi tushuntirib bera olmagandirman, lekin sizlar aytayotgan narsa u kreativlikka misol emas-da. U kreativlik emas, u prosta AI aqlli, ko'p ma'lumoti bor. Misol o'sha knopkalarni juda ko'pini ko'rgan GitHubda. O'sha bunaqa qilsa to'g'ri ishlaydi degan ma'lumoti bor uni, o'sha ma'lumotni sizga chiqarib beryapti. U kreativlik qilmayapti u yoqda. Chunki sizdan ko'ra boshqa odamlar, endi misol biz dastur yozamiz, lekin dastur yozgunimizcha biz har safar nimadir yangi dastur ixtiro qilmaymiz. Biz yozgan dasturlarni kimdir yozib tashlaganda, o'sha 80-yilda yozilgan dasturlar bor misol. Biz endi qilmoqchi bo'lgan narsa. Tajribasi ko'proq. Ya'ni yangi narsa ochmaymiz-da, biz boyaga yangi velosiped ixtiro qilmaymiz o'zi. Lekin shuning uchun ham AI bizdan ko'ra ko'proq narsani biladi. Sababi bizdan oldin biza nima dastur qilishimizdan qat'iy nazar, o'sha dasturni 1 million xilini qilib berilishganda. Ular tasavvur qiling, qayerdadir bitta dastur bor, o'sha siz o'sha
savatcha logikasi qilingan dastur bor. U dasturlar 200-versiyasiga borib bo'lgan. Unaqa dasturlardan AI kodini olgan vaqti, boyagi trenirovka qilgan vaqti 1 milliontasini ko'rganda. Uni ko'rgandan keyin sizga kelib bizdan ko'ra bizni ko'rmagan narsalarni ko'ra oladi, to'g'ri. Bizning fokusimiz bir joyga qarab qolgan vaqtda u yo'q, bunaqa teparoq qarang. Bizdan ko'ra tajribasi u kreativlik emasda, va tajriba desa bo'ladi, bilim ko'proq desa bo'ladi. Lekin kreativlik ham qanaqadir tajriba va bilimlarni yig'indisi orqali shakllanadi-ku. To'g'rimi? Yoki noto'g'rimi? To'g'ri, lekin bizda mana misol bunday narsa bor-da. Odamda kreativlik. Misol biza kreativlik hamma anomimizdan keladi-da, sezgi organlarimizdan-da. Shuni aytsa bo'ladi. Biza kreativlik kelguncha biza faqat sohani bilimini ishlatmaymiz. Bugun ertalab quyosh boshqacha chiqib qoladi. Misol, biza mana ощущениyalarimiz bor. Keyin qanaqadir xotin bilan urushib qolish mumkin. U ham qanaqadir kreativlikni olib kelishi mumkin-ku. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, faqat bilim emas, mana soha, faqat sizlar aytgan gaplaringga misolda, faqat bilim bilan kreativlik kelmaydi. Odamni boshqa atrofiy narsalari ham bor. O'shalar ham odamni nimadir qilishga majbur qiladi. Bosishga misol. Endi misol adabiyotlar, anolar faqat qolgan adabiyotlarni o'qigan uchun yozmaydi-ku odam. Misol hayotiy analizini ham ko'rgani uchun yozadi. Xuddi shunga o'xshash ham soha ham xuddi shunday. Ayniqsa misol dizaynerlar u ko'p ishlaydi u narsa. Dasturchilarda ham bo'ladi u narsa. Real hayotda qanaqadir tabiiy narsani holatni ko'radi-da, umuman aloqasi yo'q o'zi dasturchilikka u narsani. Lekin o'sha yerda qanaqadir algoritm ko'rib qoladi. Odamniki juda katta. Yo'q, значит, sun'iy intellektga ham adabiyotni o'rgatsa yaxshiroq kod yozib berish mumkin. Yaxshiroq she'r yozib berish. Balki she'riy qilib kod yozib beradi, ana. Lekin Qofiya tushirib. bitta ma'lumot uchun aytib ketaman. Mana hozirgi kunda ko'p trend bo'ldi. Dekabr oyida Raskaji Snegurchka degan qo'shiq chiqdi. Ko'pchilik eshitdi. No pagadi nimadir. Qor qizni videosini, klipini ham ko'rishdi. Ana shu qo'shiqni she'rini ham, musiqasini ham, videosini ham to'liq IA yaratgan va shu qo'shiq bir haftaning ichida nechidir million prosmotr bo'lib, topga chiqib ketib qoldi-da. Bu ham qaysidir ma'noda kreativlik. Bu ham kreativlikka misol emas. Chunki she'r yozishda, misol, endi men ona tili adabiyotga uncha qiziqmaganman, lekin maktabda bir narsani o'rgatishdi o'qituvchilarimiz. Men bu she'r yozishda ham qoidalari bor-da. Bo'g'inlari sanaladi. Ya'ni qoida bilan yozsangiz bo'ladi she'r. Lekin qoida bilan yozilgan she'r odamni qanaqadir anozi bilan kelgan she'rdan farq qiladi baribir. U bilan yozib tashlashi mumkin. Endi bu yana o'shada random kreativlik bor. Random zo'r ya'ni boyagi random kreativlik zo'r. Misol 1000 xil qo'shiq chiqaradi, 1000 xilini eshitib chiqib siz boyagi baholashchi odam bo'lib, zo'rini tanlab olib chiqarishingiz mumkin. Endi misol insoniyat darajasida qarasak, o'zi insoniyatlarning ham boyagi kreativligi o'zi randomda o'zi. Qanaqadir kimdir chiqarib qoladi, ko'pchilikka yoqib qoladi-da. Lekin bitta inson darajasiga tushadigan bo'lsak, maqsadli kreativlik bor-da, bitta inson darajasi. Ya'ni sal inson baribir aniqroq, nima deydi? Lekin insonning bitta kamchiligi bor. AI bilan insonning juda katta farqi. Insonga hozir she'r yozib ber desangiz, mana men degan shoir ham yozib bera olmasligi mumkin. Ijodkorda o'zini vaqti kerak. Mehmonni ham gapirtiraylik. Yo'q, shu Sherzodga o'tmoqchiman. Sherzod nima deb o'ylaysan? Dasturchilar ish qoladimi? Misol uchun texnologik yoki sohada ko'proq dasturchilar talab oshadimi? Ya'ni endi dasturchi deb qarashimiz o'zgarishi mumkin-ku. Shartli ravishda dasturchilar, endi texnik xodimlarga talablar oshadimi? Texnik mutaxassislar. Dasturchilarga ish qoladimi, yo'qmi degan savolga aniqlik kiritib ketgan bo'lardim, ya'ni to'ldirib ketgan bo'lardim. Qanaqa dasturchilarga?
AI instrumentlardan foydalanadigan dasturchilargami yoki foydalanmaydigan dasturchilargami? Hozir dasturchilar meni tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsa, dasturchilar ikki xil toifaga bo'linadi. Yoki ulardan foydalanadi yoki umuman foydalanmaydi. Ya'ni ularni yomon ko'radigan dasturchilar bor. Bunaqa fikrlaydigan dasturchilarni, ya'ni AI instrumentlar dasturchilarni o'rnini egallay olmaydi, ular foydasiz va umuman AIga yomon, negativ ko'z bilan qaraydigan dasturchilarni o'rnini AI instrumentlar bilan foydalanadigan dasturchilar egallay oladi degan bo'lar edim. Lekin to'laqonli hozircha bugungi kundagi AI bilan dasturchilarni o'rnini to'liq egallab bo'lmaydi. Chunki ular yozayotgan kodlarni bo'lishi kerak, kimdir qarab validatsiya qilib turadigan odam bo'lishi kerak. U odamning tajribasi bo'lishi kerak. Ya'ni u qayerdadir baribir xato qiladi. U 100% to'liq xatosiz ishlaydigan kod yozib keta olmaydi. To'g'ri yo'lga boshqarib turish. To'g'ri yo'lga boshqarib turadigan odam kerak. Bunaqa odam tajribali bo'lishi kerak. O'shaning uchun ularni hozircha dasturchilarga yordamchi degan bo'lardim. Natijani baholaydigan odam kerak. Shunaqa, natijani to'g'ri baholay oladigan odam kerak. Xo'p, shunda natijani to'g'ri baholashni bilgandan keyin sun'iy intellekt ishlatishni boshlash kerakmi? Yoki u darajaga yetmasdan turib ham deylik, junior dasturchilar ham sun'iy intellekt ishlatishni maksimum foydalanishni boshlashursin. Foydami? Bunaqa olganda junior dasturchilar AI sun'iy intellekt ishlatish foydami? Ularni o'stiradimi yoki ularni o'sishdan to'xtatadimi? Boshlanishiga shaxsiy fikrim AI dan foydalanishni tavsiya bermagan bo'lardim yoki undan boshqa maqsadda foydalanish kerak. Ya'ni qanaqa ma'noda? Nimanidir o'rganmoqchi, qanaqadir proyekt olib o'zi yozib ko'rishi mumkin noldan, qanaqadir muammolarga duch kelsa, o'sha joyda AI bilan maslahatlashib ko'rishi mumkin va o'sha narsani tahlil qilib ko'rish kerak. Qayerda bu ma'lumot yozilgan, kim yozgan, o'sha narsani izlanib ko'rish kerak. Chunki u o'zidan generatsiya qilib yuborishi mumkin yoki internetdan topib berishi mumkin o'sha muammoga yechimni. Kim o'sha muammoga yechimni kim bergan, bu qanday bu yechimga kelishga nima sabab bo'lgan, o'sha narsalarni o'rganish kerak. Shunchaki ko'r-ko'rona yozib ketishni tavsiya qilmagan bo'lardim. Lekin dasturlash sohasida baribir boshlang'ich darajadagilar birinchi ko'r-ko'rona yozib o'rganib, keyin uni tahlil qilib, analiz qilib, yechim qila oladi-ku. U narsa keyin shakllanadi, to'g'rimi? Deylik, dasturlashni o'rgangan paytda ham ko'pchilik yodlab o'rganadi boshida kodlarni. Keyin uni nima ish bajarishini keyin o'rganadi. Xuddi deylik, qanaqadir bibliotekalarni ham avval ishlatishgan, keyin u biblioteka nima ish qilishini tayyor yechimlardan foydalanib ishlatishgan, yechimini qilgan, realizatsiya qilgan proyektini, keyin uni tagida o'zi nima turishini keyin anglagan. Bir 5-10 marta foydalangandan keyin. Sun'iy intellekt ham shunaqa emasmi? Shunaqa, lekin foydalanish o'rinsiz emasmi? Yo'qda, lekin qarang, misol uchun deylik, siz ilova yaratmoqchisiz. Tasavvur qilaylik, oddiy ilova knopkani bosganda shunchaki bitta manzilga, URLga, serverga zapros jo'natish kerak. AI dan so'rasangiz bu narsani yaratib berishi mumkin, lekin u yozib bergan kodlarni siz tushunmasangizchi, balkim u best practices'dan foydalanmagan holda yozib berishi mumkin. Ertaga misol uchun siz o'shani yoniga yana bitta knopka qo'ymoqchisiz, lekin uni qo'shish uchun proyektni qaytadan tuzib chiqishga to'g'ri kelishi mumkin. Lekin tushunadigan odam bu narsani AI ni boshida aytgan bo'lardi, yo'q, bunaqa emas, bunaqa yechim qil deb. Agar junior dasturchiga nima maslahat bergan bo'lardim, o'sha yozilgan kodlarni AI dan so'rasa bo'ladi. Nimaga bu narsani yozding? Nimaga bu yechimga kelding? So'rab o'rganish imkoniyati bor. Lekin dasturchilarni hozirgi vaqtda ko'pchiligi o'zim kuzataman. Shunchaki bo'ldi, muammoim hal, kod qanaqa yozilgan farqi yo'q. Ko'z yumib yuborishadi. Rezultatni oldim, bo'ldi. Bu narsa noto'g'ri. Balki tushunish shart emasdir o'zi aslida ham. Tushunish. Chunki mana kompyuter tilida oldin 1.0 da yozilgan bo'lsa, xuddi hozirgi dasturlash tilida yozadiganlar u narsani tushunish shart emas. Misol uchun kompyuter tiliga o'girib, boyagida ikkili sanoq sistemasiga o'tkazilgan kodni tushunish shart emas, ehtiyoj yo'q. Assemblerni bilish shart emas. Bu, значит, bundan keyin ham xulosa qiladigan bo'lsak, balki buni realizatsiya qila olsang, balki kodni o'qish, boshqa narsalarni chuqur tushunishing shart emasdir o'zi. Ehtiyoj yo'q bo'lishi mumkin. Shu narsaga bitta narsani aytib ketishim mumkin. Yaqinda Facebookda shu haqida post o'qigandim. Bu biroz dasturlash mavzusidan chetga chiqamiz. Fransiyada
qaysidir mana bu salat tayyorlab chiqaradigan fabrika AIdan foydalanib har xil retseptlar generatsiya qilish asosida salatlar ishlab chiqarishni boshlagan, bankaga yopilgan. Va bitta retsept shunaqa chiqib qolganki, zaharli chiqqan. O'sha zaharli chiqqan retsept AI orqali generatsiya qilingan bo'lgan va bu narsa yangilik orqali chiqdi. Dasturlashda ham xuddi shunaqa. Qayerdadir kamchilik qilib ketishi mumkin, qayerdadir xavfsizligida kamchilik qilishi mumkin. Buni tushuna bilish kerak. Buning uchun dasturchidan tajriba talab qilinadi. Boshlang'ich dasturchilar ko'proq o'rganishni, keyin o'rganib bo'lib, qachon nima yozishni bilim va ko'nikmaga ega bo'lganda, keyin AIdan foydalanishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ozroq qo'shimcha qilsam Sherzod fikriga. Birinchi bosqichda ko'rko'rona просто tak ishlatish emas AIda. O'sha junior bo'layotgan bo'lsa, uni ustoz sifatida AI yoniga ustoz sifatida olib olib, qilib ko'rgani yaxshi. Bu qanday ishlaydi, nima uchun degan boyagi tanqidiy savollar berish kerak. O'sha kod yozish jarayonida. Yo'q, shunchaki qilsa-da ertaga mana junior bo'lib turib, mana shu proyekt qildim desa, bir kishini aldashi mumkin, ikki kishini bilmaydigan odamni aldashi mumkin, lekin u yuqoriroq darajaga chiqa olmaydi. O'sha past o'rinda qolib ketadi. Qayergadir ishga ham kirishi qiyin bo'ladi. Kirishi mumkin, faqat aldash orqali. Shuning uchun yoniga ustoz sifatida olib olsa, zo'r o'sadi. Foydalanish kerak, faqat uni o'rganish maqsadida. Shu system prompt yozib olaydi. Boyagi men biror narsa so'rasam, menga o'sha natija to'liq yozilgan natijani emas, menga o'sha yo'l ko'rsatadigan qilib yozgan degan prompt yozib qo'ysanglar, keyin ustozsan desa, bunaqa narsalarni zo'r qiladi. Sen mana shu odamsan deb rol berib qo'ysa. Sun'iy intellekt nima deb o'ylaysiz? Dasturchilikdan tashqari boshqa sohalarda o'rganishga, ta'lim olishga qanaqa foyda berishi mumkin? Uni qo'llash jarayonni tezlashtiradimi? Jarayon juda ham tezlashtiradi. Ko'pgina doktorlardan ko'ra, ko'pgina nazariy bilimga ega bo'lgan doktorlardan ko'ra yaxshiroq bilim bor unda. Terapevt bo'ladimi, oilaviy vrach bo'ladimi yoki bolalar shifokori bo'lsa ham ko'p joyda bilamiz, bolalarni olib borsak, bir 8 xil dori retsept yozib berishadi-da. Lekin men o'ylayman, balki meni shaxsiy fikrim u, o'sha 8 xil dorini, ular bergan dorini qaysidir biri random holatda ta'sir qiladi-da, bolaga tuzaladi. 8 tadan 7 tasi u zarar yetkazadi, bittasi davolaydi. Yoki men bilaman, juda ham yosh bolaga ham uxlatuvchi dorilarni berishadi, bugungi kunda yozib berishadi, mumkin bo'lmasa ham. ChatGPTga yozsangiz, yo'q, bu ishni qilmagin, u dorini berish mumkin emas deb aytadi-da. Terapevtlar yoki shunaqa shifokorlar yoniga ChatGPTni olib olib, bemorni promptini eshitib, ya'ni nima shikoyat qilayotganini eshitib, uni prompt ko'rinishda bersa va ustoz sifatida maslahat so'rasa, kasallikni tezroq topib, tezroq yechim topishga yordam bera oladi. Men fikringizni hurmat qilaman va qo'shilaman qandaydir ma'noda. To'g'ri aytyapsiz. Lekin savolim aynan boshqa sohalarni o'rganish jarayonida sun'iy intellekt ta'siri qanaqa bo'ladi degandi. O'rganish jarayonda sun'iy intellektni qo'llash qanaqa tezlashtiradi jarayonni yoki qanaqa foydalari bor? Dasturlash IT sohasida ancha zo'r tushunarli qilib beradi. Undan tashqari boshqa sohalarda ham men o'ylayman zo'r ustoz chiqadi. Lekin ana shu narsani gapirmoqchi edim, как раз ta'limni lekin bu juda o'zgartirib yuboradi-da. Hozir misol ta'lim halicha o'ziga nima deydi, bir sezgani yo'q ta'lim. Lekin ta'limni juda o'zgartirib yuboradi-da. Endi ta'limda bizda ta'lim har doim faqat bizda emas, chet elda ham shunday xotiraga asoslanganda. Misol juda ko'p yo'nalish ta'limlari xotiraga asoslangan ta'lim, ya'ni matematika, fizika, bunaqa aniq fanlar, bir ikkita aniq fanlar unda kirmasligi mumkin, lekin juda ko'p fanlar matematika, fizikada ham bor, o'sha yodlash qismi bor. Yodlash qismida misol referat yozib kel, musoqalish yozib kel deydi.
ilmiy ishqi deydi. Endi to'g'ri antiplagiat bu narsa qilinadi, lekin baribir ham antiplagiatdan ham o'tsa bo'ladigan rezultatlar yaratib tashlayapti-da hozir. Misol antiplagiatdan ham o'tadi u. Zo'r qilib ilmiy ishlarni unaqa qilib beradi. Ya'ni ta'limga bir vaqt o'zida yaxshi foydasi ham bor, juda yomon foydasi ham bor. Misol yalqov odam, o'qishni xohlamagan odam endi bemalol ta'limni tugatib chiqa oladi-da, agar uni tekshirishmasa boyagi. Endi mana shu tekshirish degan joyga kelganda ham juda qiyin bo'lib ketdi-da. Tekshirib bo'lmay qoladi. Misol endi o'zimizning sohada bo'layotgan narsa, misol o'sha juda yaqin mavzu, ya'ni tekshirish muammosi bor-da. Misol odam haqiqatda o'sha bilimni biladimi, bilmaydimi degan tekshirish muammosi kelib chiqyapti. Misol bizda ishga olishga ko'proq anov qiladi. Intervyu qiladi, onlayn intervyu qiladi. Endi onlayn intervyuda hozir juda chet to'llar chiqib ketganda, boyagi savol beradi u tarafdagi odam, bu tarafdagi odamga boyagi ekranda ko'rinib turadi, javoblar chiqib turaveradi yoki telefonida ChatGPT ishlatar, boshqa narsa. Endi tasavvur qiling, u ishga olayotgan odam sizni bilimingiz borligini bilishi kerak-da. Ta'limda ham xuddi shunday-da. Misol nimadir yozib keldi yoki savol javob qilyapti, bilish kerak, o'sha nimadir yozib kelganini mana shu odam yozib kelganida, ikkalasining muammosi o'xshashroq. Bizning sohada qanday endi halicha yo'q, nima deydi, yechim yo'q bu narsaga. Hozir yechim yo'q. Misol endi yaqinda eshitib qoldim, chet elda Amerikada intervyular, o'sha tek intervyu deydi-ki, tek intervyular bo'layotgan vaqtda, savol berayotgan vaqtda ishchilar ko'zingni yumib javob ber, qo'lingni ko'rsatib kameraga deyotgan. Shunday darajaga borishibdi-da. Chunki boshqa ilojisi yo'q-da. Misol ikkita ekrani borligini, hozir shunday programmalar chiqqan, ekraniga yozsa ham boyagi mitingda ko'rinib turmaydi. Ekranni share qilib qo'yib, ko'zingni yumib javob ber deyotgan holatlar bo'lib chiqayotgan. Ya'ni ular hozir bu u narsaga endi juda bir qo'pol yechimda, yechim, nisbatan yechim. Lekin juda katta muammo olib kirib kelyapti-da ta'limga. Mana shu odam haqiqatda biladimi degan savol endi vasha qiyin bo'lib qoldi-da. Oldin ham qiyin bo'lgan, lekin hozir undan ham qiyin. Oldin hammaylar boyagi nima deydi, kursdoshi yozdirgandir, boshqa narsa qilgandir. Hozir endi 1 minutlik ish bo'lib qoldi-da. Dangasalar uchun ko'p qo'l keladi. Dangasalar yili keldi-da. Kakras o'sha mavzuga, cheating mavzusiga ikkita case bo'lgandi-da. Ishxonamizga dasturchilarni ishga olmoqchi edik. Birinchi case'da biza o'sha kandidatga intervyuda bilimini baholash uchun savollar beramiz. Uni ochkisi bor ekan. Savollar beramiz, u ochkisida kamerada ko'rinib turibdi, javoblar ketyapti, u o'qib beryapti. Ochkisi borligi u shunchaki kandidatning o'zini xayolidan chiqib ketgan, o'zini aybi. Ikkinchi holatda juda qiziq bo'lgan. Kandidatning ochkisi ham hech narsa bunaqa bildirib qo'yadigan hech qanaqa belgisi yo'q edi. Dizayn pattern bo'limiga kelganda savol berishni boshladik. Arxitektura bo'yicha savol berdik. Viper arxitekturasi bo'yicha savol bergandik. U to'g'risini aytdi. Men bu Viper bilan ishlab ko'rmaganman. Bu intervyuni bu qismidan o'ta olmayman dedi. Xohlasanglar shunchaki sinab ko'rishimiz mumkin dedi, lekin o'ta olmayman dedi. Viper arxitektura bo'yicha savollar beramiz. U boshida bilmayman degan odam o'ylab ko'ryapti-da, pastga qarab, ha, bilar ekanman, bu bunaqa ekan dedi. Ikkita uchta savolni shunday qildik. To'xtab turinglar, o'ylab ko'ray deb pastga qarab o'qib beryapti javoblarni. Unaqa narsalar bizda ham ko'p bo'ladi. Lekin bu hozir negativini gapirdik, pozitiv tarafini gapiradigan bo'lsa, o'qiyman degan odam uchun ham juda zo'r, juda katta kuch beradi. O'qiyman degan, haqiqatda o'qiyman, o'rganaman degan odam uchun. Sal uzoqroqdan gapiradigan bo'lsa, tarixda kitob juda qimmat narsa bo'lgan-da. Faqat podshohlarni kutubxonalarida bo'lgan, faqat boy odamlarni kitobga anosi bo'lgan. Qo'li yetganda, imkoniyati bo'lgan kitob olishga. Kitob bilim manbai bo'lgan. Ya'ni inson har doim borki, bizning sohamizga tegishli narsa bu. Informatsiyaga intilganda, ko'proq informatsiya olishga, informatsiya intilgan. Informatsiya bo'lmasa, siz omil odam bo'lasiz-da. O'sha eski zamonlarda faqat kitob bo'lgan, informatsiya manbai. Kitob bo'lgan, lekin juda qimmat bo'lgan kitob. Shuning uchun
faqat boylarni, zodagonlarni bolalari o'qiy olgan, bilim ola olgan yoki o'sha universitetlarda bo'lgan kitoblar universitetlarga bora olgan. Oddiy xalq dostupi bo'lmagan. Lekin zamon o'zgardi. Birinchi o'sha gazeta bo'ldi, radio bo'ldi. Hozir bilim juda arzon bo'lib qolgan. Lekin baribir bilim arzon bo'lgani bilan ham, informatsiya arzon bo'lgani bilan ham, informatsiyani ichida yaxshi informatsiyani topib, to'g'ri yo'l ko'rsatadigan narsa yo'q-da. Mana misol yangilik bo'ladigan bo'lsa ham, o'sha yolg'on yangiliklarga ketib qolishingiz mumkin. Lekin bilim bo'ladigan bo'lsa ham, boyagi konspirologiyaga o'tib ketib qolishingiz mumkin. Yoki boyagi milliy nima deydi? Milliy emas, bunaqa sharlatanstvo deydi-da. O'sha sharlatan bilimlarga ketib qolishingiz mumkin. Lekin AI sizga shu narsani beradiki, to'g'ri bilim mana. Ya'ni gallyutsinatsiya qilishini hisobga olmasa, 90% holatda mana bu yo'ldan yursang to'g'ri bo'ladi. Juda zo'r rejalar ham siz beradi. Mana bu narsalarni o'qib chiqishing kerak. O'shalarni o'zini ham beradi. O'sha ber desangiz, o'zini ham beradi. Ammo darsa juda zo'r narsa-da, juda zo'r. Mana maqolalar, silkalarni topib beradi. Вообще an'anasi yaxshi. Bunaqa tarafdan qarasa juda yaxshi-da. Hozir bilim informatsiya arzon bo'lib qolganida, biz hozir AI chiqishidan oldingi davrda informatsiya dostуп oson bo'lib qolgani bilan mana shunaqa muammo chiquvdi. Ya'ni qaysi informatsiya to'g'ri, qaysi informatsiya foydali degan narsalar juda qiyin edi. Hozir AI shuni osonlashtirib beradi sizga. Zo'r qilib topib, chiroyli qilib, boyagi randalab, tep-tekis qilib beradi. Lekin baribir ishlamaslik kerak. Nima? Endi baribir fact check qilish kerak. Fact check qilishning yo'llari bor. Endi prompt bergan vaqtda o'sha qadam olganingni silka qilib tasha desangiz, tashaveradi. Lekin bir xil payt gallyutsinatsiya qilgan vaqtda juda yomon ko'raman. Menda ko'p bo'ladi shu narsa. O'sha dokumentatsiyalarga silka tashlab ber desam, kirsangiz, dokumentatsiyaga kirsangiz, boshqa stranitsaga berib qo'ygan bo'ladi yoki umuman mavzusi boshqa bo'ladi. Avval internetda aytishardi, pichoqqa o'xshatsa bo'lardi-ki, uni har xil maqsadda foydalansa bo'ladi. Internetda ham har xil maqsadda deb, AIda ham xuddi shunaqa har xil maqsadda foydalanish mumkin. Ya'ni dangasalar uchun ham zo'r qo'l keladi, lekin o'rganaman degan, haqiqiy o'rganaman deydigan odam uchun ham zo'r foydasi tegadi. Lekin dangasa men o'ylayman, baribir uzoqqa bormaydi. Ya'ni boya aytgan fikrim, boshlanishiga ozroq odamni alday olishi mumkin, lekin o'solmaydi. Lekin men AI o'zi mana bu samo uchka deydiki, o'zini o'rgatgan odamlarni ko'paytirib tashlaydi. Sababi endi boyagi to'g'ri yo'nalishdagi to'g'ri informatsiyaga dostуп olishda osonlashtirib tashlagani uchun boyagi o'zi o'rganib chiqqan hamma soha odamlarini ko'paytiradi. Sababi o'zimni boshimdan o'tgan narsa, men birinchi dasturlashni o'rganishni boshlagan vaqtim internet ham даже masala edi-da. Shunaqa. Umuman qimmat narsa edi-da internet. Boyagi o'sha tarixiy boyagi kitobdek narsa edi-da. Kitoblar faqat zodagonlar ishlatadigan narsa edi internet. Men boyagi ya'ni kompaniya nomini aytmayman, kechqurun arzon qiladigan o'sha vaqtlari men birinchi o'z onlayn ishlashni boshlaganman, dial-up internet ishlashni boshlaganman. U paytlari umuman bilim olib bo'lmaydi u internet bilan-da. Lekin internet yaxshilashib, o'znetlar chiqib yoki keyin o'sha mobil internetlar chiqdi, ular ham qimmat edi lekin. Men birinchi darslarimni, o'sha dasturchilik o'rgatayotgan darslarimni torrentlardan boyagi kompaniya nomini aytmayman, lekin mobil kompaniya kechqurun arzon qilib qo'yuvdi-da internetni. Ana shu vaqt ko'chirib olganman-da, misol. Aytsangiz ham bo'ladi, rahmat deb qo'ying. Rahmat, Ucell kompaniyada kechqurun boyagi 95% skidka qilardim, shunaqa. Modemni chiqardim. Men o'sha skidkasi uchun modem olib, o'sha video darslarni ko'chirib, trekerlardan, o'sha Google'lardan Stack Overflow'larni tanib, o'sha vaqtda ishlashni boshlagandim-da. Shunaqa anons bor. Lekin Sherzod ham Naruto anime ham ko'chirardim, ko'proq lekin bilim ham ko'chirardim-da. Oson qilib qo'yardim. Sherzod ham ko'rinishi yosh bo'lgani bilan deyarli biza tengi o'rgangan baribir. OpenAI Academy'ga o'rganganmisan, Sherzod? Ya, hazil. Qayerda o'rgangansan? Qanaqa kirib kelgansan? Kirib kelishimga uyimizda internet birinchi paydo bo'lganda, o'sha vaqtlari Mail.ru agent degan dastur bo'lardi. U orqali real time chat orqali yozishsa bo'lardi va o'sha
Mail.ru agent tizimida qidiruv tizimi ham bor edi. Ya'ni odamlarni kim onlayn hozir qayoqdan yoshi nechida qidirib topsa bo'lardi-da tanish uchun. O'sha vaqtda Qarshi shahridan hozir onlayn bo'lgan hamma insonlarni topganmanda o'zimcha salom deb yozib tanishishni boshlaganman. O'shanda Ruslan aka bilan tanishib qolganman. Ruslan aka saytlarini ko'rsatgan. Menga birinchi ochib kirganimda saytda o'zini rasmi turgan bo'lgan. Men boshqa saytlarga kirib ko'rganman, lekin birinchi marta ko'rishim edi. Birorta saytda odam o'zini rasmi turgani. Qanday qilib? Menimcha 16 yilda bo'ldi. Bo'lib qoldi. Aniq esimda 2009da kirib ko'ryapman, o'zini rasmi turibdi. Menga juda qiziq tuyulganda, u qanday qilib odam o'zini rasmini internetga qo'ysa bo'ladiki, hattoki любой kompyuterdan internet bor, kompyuterma, telefonma kirsangiz, o'sha paytlari knopkali telefonlardan ham internet kirsa bo'lardi. O'sha rasm, o'sha ma'lumot chiqib kelardi. Wow bo'lgan. O'sha juda wow bo'lganda, menga qanaqa qilib qilinadi? O'shanda Ruslan aka bilan tanishib, so'raganman, qanaqa qilib o'rgansa bo'ladi, qanday qilib ishlaydi, qanaqa qilib yaratiladi, o'shandan boshlanib ketgan. Men fikrimni to'liq tugatmadim. Bu narsalarni nima aytdim? Bu aytganim sababi biza surinib o'rganganmiz-da, yo'nalishni o'zimiz topganmiz, vaqt ketkazganmiz bu narsaga. Misol, men 2 yilda o'rganganman dasturlashni-da. Endi undan ham ko'p vaqt ketgandir, lekin men eslashimcha shu 2 yil harakat qilganman tilimsiz shu dasturlash o'rganish. Uning uchun boyagi urinib, so'rinib, internet qiyin edi, hamma narsa qiyin edi. O'zi internet qo'shardik, internet qo'shgandan keyin o'sha internetdan nimani olishingiz kerak degan savol bor. Uni ham biza boyagi manba topish, qilib o'sha to'g'ri manba topish degan narsa savol bo'lgan. O'sha to'g'ri manbani bilib, u to'g'ri manba topish uchun nima qilganmiz biza? Biza uni olib ko'rib chiqqanmiz. Misol 10 ta video dars ko'chirasiz, test qilib ko'rganmiz. Test qilib ko'rasiz, qaysisi zo'r bo'lsa, o'sha bilan ketiladi. Ya'ni ta'limga hozir mana bu narsaga hojat qolmaydi-da endi misol. Hozir masalan o'rganmoqchi bo'lgan odamga internetdan tashqari oldin misol uchun Qarshida o'sha o'quv kurslari ham boshqalar ham bo'lmagani uchun internetdan qidirib o'rgangansizlar-da, to'g'ri? 2 yil, 3 yil. Cheksiz internet degan hozir misol uchun bemalol imkoniyati bor. Xohlasa internetdan mustaqil o'rgansin, xohlasa OpenWeb akademiyaga borsin masalan. U har xil. Lekin hozir o'sha internetdan mustaqil o'rganish qiyin bo'lib qolgan edi-da. AI osonlashtiradi shu narsani. Lekin mana hozir 2007-yil birinchi internet ishlatib ko'rib boshlagan bo'lsam, birinchi internet ishlatganimda men saytlar qanaqa yaratilar ekan degan fikr birinchi paydo bo'lganda qancha vaqt o'tdi? Deyarli 18 yil o'tgan bo'lsa, 18 yildagi ma'lumotni men shu 2025-yilning o'zida ham yo 2026-yilning o'zida ham butun ma'lumotni o'rganib qo'yishim mumkin edi-da. Men shunaqa deb o'ylayman, AI chiqqandan keyin. Lekin bu yerda yana bitta tomoni bor. Agar meni yoshim keyin tug'ilganlarni hozir tug'ilgan bo'lsam, bu ishni qilmasligim mumkin edi, chunki atrofda shum juda ham katta, ya'ni Facebook kirasiz, Instagram kirasiz, YouTube ga kirasiz, chalg'ish juda ham katta, fokus yo'q. Shuning uchun o'rganish hozirgi kunda yoshlarga chalg'ityapti. Lekin mana zo'r gap gapirdingiz, misol birinchi saytlarga kirib qanday qilinar ekan deb savol tug'ilgan. Misol Sherzod ham aytdi, internetga qanday o'zini rasmini qo'yib qo'yar ekan degan savol tug'ilganda. Tasavvur qiling, sizga mana shunaqa holat bo'ldiki, o'sha bir narsa shunday yarqirab ketdi-da, kallangizga juda qiziqdingiz-da. Endi mana shu savol chiqdi sizga hozir shu bugun. Internetda saytlar qanday qilinadi degan prompt shunday kiritsangiz ChatGPTga sizga birdan ko'rsatib beradi-da. Ana u narsani lekin siz necha yil davomida o'rgangansiz, shu qanday yasalishi. Misol menga ham o'xshash holat bo'lgan. Birinchi HTML da qilinadi deyilgan. Bu shunaqa ma'lumot topganman. HTML da o'rganganman. Keyin HTML o'rgangandan keyin bilganmanki, HTML dan emas ekan u. HTML da, HTML dan ham ko'p narsa kerak, ya'ni boshqa tillar bor. HTML da o'sha dinamik yasash kerak bo'ladi. Hammasini qo'lga yozib chiqmaysiz degan narsalar bo'lganda. Lekin uni men yillar davomida yig'ib o'rganganman. Lekin hozir uni bir oz so'rasangiz, chiroyli yozsangiz bo'ladi. Juda oson. Bilim topish ham oson bo'lib qoldi. Bundan foydalanish kerak endi. Keyingi mavzuni boshlaymiz. Nima o'ylaysizlar? 5-10 yildan keyin o'zi oddiy dasturchi degan tushuncha qoladimi? Dasturchi degan hozirgi ko'rinishda bo'ladimi? Dasturchi deb tushunadigan shaxslarimiz, odamlarimiz
yoki butunlay o'zgarib ketadimi? Man aytishim mumkin, nafaqat dasturchi, yaqin 5 yil ichida ko'p lavozimlarda o'zgarishlar bo'ladi. Qaysidirlari qisqarib yo'q bo'lib ketadi. Yo'q bo'lib ketadi deganim, yangicha formatga o'tib ketadi. Xuddi mana masalan, 10 yil oldin DevOpschi, frontendchi, backendchi bo'lmaganki. Prosta hamma dasturchi bo'lgan, veb-sayt qiladigan odamlar 15 yil oldin shunchaki veb-sayt qiladigan odam bo'lgan. Keyin kengaydida frontendchi, backendchi, DevOpschi alohida bo'lib ketdi-da. Biza DevOpslikni ham qilganmiz, frontendini ham yozganmiz, backendini ham yozganmiz. Bu kasblarda o'zgarishlar bo'lib boraveradi yillar o'tgan sari. Aynan dasturchi, muhandis degan lavozim emas, ko'proq arxitektorga qaratilgan, yaxshi prompt yozadigan, prompt engineer degan o'zi nima ham kasblar chiqqanki, o'sha dasturchiga oid shunaqa mutaxassisliklar paydo bo'ladi. Nomi o'zgaradi. Menimcha shunaqa deb Ya'ni o'ylayman. arxitektor bo'lib ketish qismiga qo'shilmayman-ku, chunki o'zgaradi, lekin arxitektor bo'lib ketmaydi. Sababi faqat nima deydi, katta yozish o'zgargani bilan nima yozishingiz o'zgarmayapti-ku. Misol, agar nima yozishingiz o'zgarsa, o'zgarish juda katta bo'lib ketishi kerak-da. Misol, ya'ni biz veb-sayt yozamiz yoki web приложение yoki o'sha native desktop, iOS приложение, Android приложение. Mana bularni ko'rinishi, yozilishi o'zgarib ketadigan bo'lsa, u odamlar yo'q bo'lib ketishi kerak, programmistlar yo'q bo'lib ketishi kerak. Ya'ni hamma AI yozadigan, misol, hamma AI ishlatadigan bo'lib ketib qolsa, yangi operatsion sistema chiqsa-da, unga вообще boshqacha kod yozilsa, faqat AI bilan gaplashib kod yozilsa, arxitektor qolishi mumkin faqat. Lekin kod yozish qoladimi? AI yozib beradimi, boshqa narsa yozib beradimi, programmistlar qoladi. Lekin faqat nima o'zgaradi? Bu narsadagi fikrim shundayki, mana skill inflation degan narsa bor. Hozir kuzatamiz shu narsani. Hozir bo'lyapti. Sohada eng kuchli bo'layotgan narsa. Endi shunday deb nom inglizda shunday deydi, skill inflation deydi. Tarjimasi shu bo'ladi. Mahorat inflyatsiyasi bo'ladi. Yetishmovchilik. Tajriba, mahorat inflyatsiyasi bo'ladi. Bu ma'no, bu degani nima degani? Ya'ni siz oldingi middle developer bilimiz hozir junior ham bo'lmay qoladi. Ya'ni oldingi seniorlar middle yoki juniorga chiqib ketib qoladi. Hozirgi masalan o'sha klassik dasturlashdagi seniorlar middle, junior, bo'yi AI ishlatmasa junior bo'lib qoladi-da. Misol AI ishlatsa yanada oshishi mumkin, nimadir bo'lishi mumkin. Bu hozir o'zi ta'sir qilyapti shu narsa. Junior programmist yo'qolib ketyapti-da. Misol, junior programmistda ishi kim kerak emas bo'lib qolgan. Ya'ni inflyatsiyada uchradi. Tasavvur qiling, boyagi bizda 1000 so'mlik bor yoki 500 so'mlik bor yo'q ketdiki, yoki 100 so'mlik bor yo'q ketdiki. Inflyatsiya kattaroq qiymat. boyagi katta pulga o'tib ketdi, lekin kichkina pul yo'q bo'lib ketdi. Xuddi shunday bo'lyapti-da. Hozir juniorlar kattarog'iga o'tamiz, o'sha middlelar juniorga tushib qolyapti, seniorlar middlega tushib qolyapti. Mana shunaqa qilib yo'qolib ketyapti. Yo'qolib qoladi, lekin bu narsa o'zi vaqtida hozir soha shunday o'zgargani bilan hozir sohani bir qiziq vaziyatda o'zi. Junior bo'lmasa middle senior ham bo'lmaydi-da. Hozir hamma shu savolni qiziqtiryapti-da. Qanaqa qilib endi nima bo'ladi boyagi junior chiqmasa faqat senior kerak. Hozir hammaga senior kerak bo'lib qolgan-da. Junior chiqmasa senior qanday bo'ladi? Seniorlar 60 ga kirib bitta 60-70 ga kirib o'lib ketadigan bo'lsa, yangi junior ungacha chiqmagan bo'lsa, qanaqa bo'ladi degan savol bor. Endi u savolga javobim yo'q. Men shunaqa holat ham bo'lib turibdi. Inflyatsiya hozir bor, o'zi boshlangan. Hozir misol anonda sohada shundayki, juda ko'p narsa talab qilinyapti o'sha bitta odamdan, juda ko'p narsa talab qilinyapti. U AI chiqishdan oldin ham paydo bo'lgan edi bu narsa, tendensiya. Ya'ni oldin front-end, back-endga bo'ldik, boyagi koronaviruslar paytlari, hype'lar kuchli payti. Undan oldin ham bo'lingan-da, lekin koronavirus paytlari вообще ham bo'lib, yanada ko'proq programmistlar olib, bitta front-end qilish uchun 60 ta programmist ishlatib oladigan bo'lib qoldi. Lekin asta-asta full stack hamma qidirish boshlagan edi-da. Hozir AI chiqqandan keyin, AI ta'siri bilan endi full stackdan ham tashqari, endi faqat senior bilan, faqat leadlar
endi lidlar qidirib qolinganda. Filtr ko'p. Sababi lid shunday odamki o'zi вообще to'g'rima-to'g'ri tushadida boyagi hozirgi zamonni talablariga. Chunki lead developer endi senior ham shu ishni qilalardi o'zi. No seniorda bu narsada experience kamroq bo'lishi mumkin. No leadlarda, lead developer, tech leadlarda shu experience bo'ladi ko'pida, ya'ni nima qila oladi? Ular kod review qila oladi. Ularning experience bor, sifatli kodni ko'rgan. Ya'ni ko'pi o'zi o'sha dasturlashdan chiqib kelgan bo'ladi. Dasturlashdan chiqib kelgan odamlar bo'ladi. Endi ular lekin ko'proq kod yozishda birovlarning kodini baholash, ya'ni o'sha boya gapirgan gapimizda baholash qoladida. Ya'ni baholash spetsialisti qoladi baribir. Baholashni kim qila oladi? Ko'p yillik tajribaga ega odam qila oladi. Ya'ni bu yo senior yo lead developerlarda. Endi mana shu joyga sal qo'shimcha kiritib ketaman. Lead developer har doim ham seniordan zo'r degani emas. To'g'ri, senior developerlarning ko'pi lead bo'ladi odatda. No lekin seniordan keyingi pog'ona emas lead. Lead senior bilan bir xil. Faqatgina leadni mas'uliyati bor-da. Soft skill'lar bor. Mas'uliyati bor. Mana lead bo'yiga hisoblashga javob beradi, misol estimate deydi. Keyin o'sha kod review bo'yiga hamma programmistlarni ishi ketayotganiga javob beradi. Uni mas'uliyati boshqa senior developer desak bo'ladi. U ham senior developer, faqat mas'uliyati boshqa. Ya'ni bu aytmoqchi bo'lganim o'sha skill inflation vaqti kuchayib boraveradida, hamma faqat senior kerak bo'ladi keyin. Faqat senior kerak. Seniorda ham AI ishlata oladigan, kodni yaxshi review qila oladigan, ko'p narsani ko'rib qo'ygan senior qidirishni boshlashadi hamma. Bu arxitektor emas. Arxitektor vazifasi boshqa lekin. Boshqa ish qiladi arxitektor. Lekin Sherot, sen nima deysiz? Javlon akani fikrlariga qo'shilaman. Yaqin 5-10 yil ichida endi balkim ko'p narsa o'zgarib ketishi mumkin. Meni ham fikrim shunaqa. Junior, middle dasturchilarga balkim talab qolmasligi mumkin. Men ham shunday ko'raman 5-10 yildan keyingi holatni. Ya'ni full stack dasturchilar qolishi mumkin. Yaxshi prompt yoza oladigan, mana bu kod review qila oladigan va jamoada ish qanaqa ketayotganini kuzata oladigan odam qolishi mumkin. Ya'ni kodni validatsiya qila oladigan odam qolishi mumkin. Katta komandalarga ehtiyoj qolmaydi. Demak, hozirgi junior bo'ladimi, boshqa qanaqa dasturchi bo'lishdan qat'iy nazar tezroq o'sib, tezroq darajasini oshirish kerak. Shunaqa. yoki tanlamasin sohani. Hozirgi sohada yurgan senior darajasiga ega emas odam, senior darajasiga ega bo'lsa ham, misol senior programmist hamma har xil o'lchaydi. Senior programmistni o'zi asosiy talab qilinadigan narsasi senior programmistdan mana senior programmist task berilsa, bironta ish berilsa, muammo berilsa, u muammoga yuqoridan qaror oladigan odam bo'ladi-da. Misol katta masshtabga ko'ra. Boyagi junior programmist bitta faylni, bitta funksiyani ichini ko'ra oladi. Middle programmist fayl darajasi, proyekt darajasi, proyekt darajasiga ko'rmaydi middle, uzr. Senior programmist kamida proyekt darajasida ko'radi-da. Hamma muammoni proyekt darajasida qaror oladigan odam bo'lishi kerak. Keyin senior programmistni anosi mustaqil bo'ladi. Yana komandada ishlay olish qobiliyati kuchliroq bo'ladi va birovlarning muammosini ko'ra oladigan bo'ladi. Birovlarning kodini o'qiy oladigan bo'ladi. Middle juniorlardan talab qilinmaydi bu narsa. Mana shu hamma skilllar hozir kerak. O'sha AI bilan ham kerak-da bu skill. Misol men birovning kodini o'qib tushuna olish skillim va umuman ham kerak endi menga. Unga baho bera olishim kerak ham. Men o'sha boyagi narsamni yana ishlatishim kerak. O'sha proyekt darajasida qarashim kerak. Bitta prompt yozdim, menga rezultat berdi. O'sha bergan o'sha natijasi proyekt darajasida nima anolaga olib keladi. Nima deydi? O'zgarishlarga nima anolaga olib keladi? Nima deydi? Proyekt darajasiga qanday ta'siri bo'ladi degan narsalarni har doim o'ylashim kerak. Lekin leadlar qiyin bo'ladi menimcha. Chunki leadlargacha yetib keladigan kodlar qaysilari tajribasizroq bo'lgan prompt bilan yozilgan, EAda yozilgan kodlar bo'lishi mumkin. Tekshirib chiqish anchagina vaqt olib qo'yadi. Hozirroq qiynab qo'yadimi?
Siz ishlaysiz baribir. Lead bizda programmistlar ko'p ishlatmayapti-yu. Endi o'zim ishlataman kundalik proyektlar boyagi o'zim proyektlarimdagi anavlarda AI ko'p ishlataman. Shuni bilamanki, menimcha to'g'ri qiynab tashlaydi. Nimasi qiynab tashlaydi? Siz o'ylayotgan tarafdan emas. Siz aytyapsiz, AIlar qaytangiga yaxshiroq kod keladi. yaxshi prompt bo'lgan bo'lsa. Yaxshi prompt bo'lgan bo'lsa ham, yomon prompt bo'lgan bo'lsa ham, boyagi AIning bilimi ko'p dediki. AIning bilimi ko'p. Boyagi to'g'ri yozishni biladi u. Yaxshiroq, sifatliroq kod keladi. Siz promptingiz qayta ishlayapti. Agar juda bir sal bo'lsa ham tushungan odam prompt yozgan bo'lsa, juda yaxshi sifatli kod keladi. Juda yaxshi sifatli demaylik, o'rtachadan yaxshi kod keladi deylik. Ya'ni odam dasturchilardan ko'ra farqi shu yaxshi, pozitiv farqi bor. Misol, o'rtacha odam programmistdan ko'ra yaxshiroq kod beradi. Lekin AIning muammosi, men o'ylayman, men halicha u narsaga duch kelganim yo'q. AI nima deydi? Anoni ko'tarib yuboradi-da, ko'paytirib yuboradi. Mana bitta dasturchi, o'rtacha dasturchi kuniga misol bitta, ikkita merge request ocha olsa, AI 10 ta, 20 ta ochib tashlashi mumkin-da. Mana bu narsa bilan qiynab tashlaydi-da AI. Chunki team lead misol kuniga 20 ta kod review qilishi u masala narsa-da. Misol meni anonda tajribamda bo'lmagan u. 20 talab kod review qilib tayyor olmaysiz. Qiyin, ko'proq fokus qaratish kerak. Lekin PMlarni o'rnini egallayapti-a, AI anchagina. Lekin bu boya gapimga misolda o'sha noto'g'ri sohaga kirib kelyapti AI, balkim to'g'riroq sohaga kirib kelishi mumkin-ku degan narsa bor. O'shalardan bittasi PMlarning ishi deb desa bo'ladi, lekin PMlarni to'liq aniq qila olmaydi AI. Lekin mitinglarga ham qatnashib o'tiradigan agentlar chiqib ketgan masalan. Shundayda, lekin PMlarni men oldin shunday deb o'ylardim. Misol, mana bir 2 yil oldin so'rasangiz, PMlar ishini almashtira oladimi? AI aytsam, ha, 100% derdim. Lekin PMlarni AI qila olmaydigan ishlari bor-da. Misol, to'g'ri, mana bu Jira'lar, tiketlar bilan ishlash, ularni zo'r avtomatlab tashlab, meeting notlar ola oladi, misol PMning ishiga kiradi u ham. Lekin PMning yana bitta masalasi bor. PM klient bilan gaplashadi. Klientga uni ожиданияларini to'g'rilaydi, kutilmalarini to'g'rilaydi. Status misol proyekt qanday ketayotganligi haqida ma'lumot berguncha qanaqa gapirish degan narsalar bor. Endi ozgina sales person hamda PM boyagi programmistlar bilan, emotsiya qo'shadi. dasturchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri klientlarni gaplashtirib qo'yish juda xato narsa deb qaraladi-da chet elda. O'zbekistonda oddiy narsa deb qaraladi. Lekin chet elda juda noto'g'ri narsa deb qaraladi. Chet elda faqat lead developer qatnashadi, to'g'ri, klient anavlarida, lekin u savollarga u ham kuzatuvchi. U ham bir kuzatib, savol-javobga, texnik savol-javob bo'lib qoladigan bo'lsa yoki qanaqadir muammoli narsalar so'rab qoladigan bo'lsa klient, unaqasiga aralashish uchun-da. Proyekt uchun lekin yetib borish anavsi uchun javob beryapman-da. Ya'ni to'liq mas'uliyat bo'yniga olmaydi. U mas'uliyat PMning bo'ynida. PM shuning uchun dasturchilardan olgan narsasini bularga kommunikatsiya qilish kerak. Bulardan olgan narsani bularga kommunikatsiya qilish kerak-da. Mana bu narsani AI qila olmaydi-da. Lekin ularning ishini anchagina yengillashtiradi. Ancha yengillashtirib tashlaydi va kundalik operatsion narsani, ya'ni ular ma'lumot yig'ish qismini osonlashtirib tashlaydi. Shunaqa. Keyingi savolga o'tsak, bo'lmasa nima deb o'ylaysizlar? Bundan keyingi loyihalarda, endi IT sohasidagi, dasturlash sohasidagi loyihalarni oladigan bo'lsak, faqat senior darajadagi dasturchilar ishlaydigan bo'lsa, sun'iy intellekt bilan ishlab chiqarish xarajatlari tannarxi, ya'ni kamayadimi loyihani tannarxi yoki oshadimi? Qaysidir bir tomondan qaraganda kamayadigandek tuyuladi. Lekin yaxshi mutaxassislarni ham narxi menimcha oshsa kerak baribir deb o'ylayman. Ya'ni qisqartirish mumkin xodimlarning sonini, lekin bitta ikkita qolgan xodimni narxi oshadi. Ya'ni o'shalarni to'liq egallaydi deya olmayman. Masalan, 5 ta kishini 3 tasini ishdan bo'shatib tashlab 2 kishini qoldirsa, 2 kishi qolgan bo'shatib yuborilgan 3 kishini oyligi beriladi demoqchi emasman-da, lekin bularni oyligiga ham ta'sir qiladi, daromad. Umumiy loyiha kesimida qaraydigan bo'lsak, umumiy loyihaning tannarxi kamayadimi?
Loyihani Ha. ozroq kamayadi. Ha. Kamayadi. Sababi har qanaqasiga ham kamayadi. Misol hech kimni ishdan haydamasak ham tasavvur qilaylik. Hech kimni ishdan haydamadi, lekin ularga zo'r AI tool'lar sotib olib berdi. Ha, ha. Ularni ishlab chiqarish ko'payadi-ku. Effektivность oshadi. Effektivность oshgan. Effektivность oshgandan keyin qarabsizki, lekin o'sha oylik to'layapti. Shunaqa, sizga. shunaqa, ha, ha. Oylik o'zgarmaydi-ku. Featurelari tezroq bo'ladi. Featurelari tezroq yopiladi, planlarga tezroq erishasiz. Misol bizning sohada eng katta muammo qanday? Estimate beriladi, 3 oy deyiladi, 5 oy, 6 oyga o'tib ketib qoladi, minusga kirib ketib qoladi. Misol, ana 3 oyga estimate bergan narsa 2 oyga bo'lib qolsa qancha foydaga chiqib ketadi? Plyusga chiqadi. Endi haydaladigan ssenariyga keladigan bo'lsak ham, chet el kompaniyalar qilyapti shu. Haydaydi, o'sha qisqartirib tashlaydi. Mana bu fikrlarimni yozganman. O'sha bir insonli komandalar ko'payadi yoki kam insonli komandalar ko'payadi. Hozir misol oldin biza kattaroq proyekt bo'lsa, misol men hozir ishlayotgan proyektim bir 20 ta programmist bo'ldi. Endi mana proyektlar kamayib ketadi-da. 20 ta programmistni 5 taga kamaytirib qo'yib, baribir 4 barobar kamayish bo'ladigan bo'lsa, bu qolgan 5 ta dasturchini oyligini 4 barobar ko'tarmaysiz-da. 2 barobar ko'tarsangiz ham xursandda bular. Keyin qolganlarni, qolgan pul foydaga chiqib ketadi sizga. Keyin anonlarga keladigan bo'lsa, boyagi o'sha ishlab chiqarish anonsiga keladigan bo'lsa, bitta misol aytishim mumkin. Boyagi Microsoftdan yaqinda post bo'ldi, butun soha wow devordiki va Microsoftni Windowsni C'dan C++ olib tashlab Rustga o'tib ketamiz. AI ishlatamiz to'liq. Bitta programmist 2 million liniya kod yozish kerak. Kim menga qo'shiladi deb bir Microsoftda bitta qanaqadir dasturchisini yozib chiqdi, hamma joyga bo'lib ketdi, wow bo'lib ketdi. Keyin ozgina nima deydi? Demak, mana shu Microsoftni OpenAIga juda anonli tarafi bor. Hamma biladi, boyagi OpenAIga juda ko'p investitsiya kiritgan. OpenAI endi kompaniya-yu, nima deydi? Non-profit kompaniya-yu. Profit qilishmoqchi, for profit qilishmoqchi, lekin non profitli bo'lsa ham Microsoft juda ko'p investitsiya kiritgan, anonlarning backendlari ham adashmasam Azure'da ishlaydi-da, Azure'da ishlaydi. Ya'ni o'sha Azure'ni ham bepul qilib grantlar berib tayinlagan. Ya'ni Microsoft qo'lida OpenAI'da hali hech qayerga chiqarilmagan juda kuchli anonlari bor-da, versiyalari bor. Bulardan ko'rib aytsa bo'ladi, mana bular juda o'ziga ishonyapti. Misol bu aytgan taskni men qilish juda qiyin. Hozirgi AI bilan 2 million liniya kod yozish ham, bitta dasturchiga yuklab tayyorlash ham qiyin bo'lsa kerak deb o'ylayman shaxsan. Lekin shunchalik ishonch bilan gapiryaptim, bilan qo'lida nimadir bor. Bizdan oldinda yuribdilar. Lekin bir vaqt o'zida yana bir boyagi vitse-prezidenti chiqibdi-da, developer community vitse-prezidenti bor ekan, Scott Hanselman degan odam. O'sha bir 2-3 kun bo'ldi-da u odam chiqargan. U odam chiqaribdi-da, bu odamni nima deydi, optimizmiga qarshi gap gapiryapti-da. U aytibdi, "Yo'q, texnik odam kerak." Endi bunday olganga juda qarshi ham emas. Bu ham misol dasturchilarni yo'qotib tashlaymiz degani yo'q edi-da. Lekin ular aytibdi, Microsoft qo'lida shunday kuchli narsalar turib ham, boyagi vitse-prezident chiqibdi-da, aytibdi, "Qaranglar, mana shuni bir anonsini qo'yib qo'yish kerak-da, postini LinkedInga post qilgan. Texnik odamlar kerak baribir. Sizlar o'ylayapsizlar, AI texnik odamlarni olib tayyorolmaydi sohadan. Faqatgina buni tushunish uchun siz AI ga prompt qilib yozgan programmangizni birinchi migration yozish kerak bo'lganida yoki bir qandaydir critical bug chiqqanida yoki qanaqadir security problemasi chiqqanida birinchi bo'lib tushunasizki, sizga texnik odam kerakligini. Texnik odam kerak deyapti-da. Ya'ni mana shu odamlar ham bizdan shuncha oldinga yurib ham hali emasda, hali hamma ishni haydavergani yo'qki, bizdan ham kuchli anolari bo'lib, fikrlari, bularning ham fikrlari qandaydir hali bir stabil bo'lib bormaganda. Ya'ni bular ishchilarni haydashyapti, kamaytirishyapti, lekin Windows 20 chiqmadi-ku. Ishchilarni kamaytiryapti deganingizga qo'shimcha qilib ketmoqchiman.
ular Covid vaqtida keragidan ortiq darajada dasturchilar olib tashlagan edi. Bular shunchaki o'zini vazifasini qoyillatib bajarayotgan dasturchilarni ishdan olib tashlamayapti-da hozirgi kunda ham. Mana shu yoqqa skrinshot qilib link qo'yib qo'ysak bo'ladi. Yaqinda o'qigan edim, Amazondan bitta developerni ishdan bo'shatishgan va u mag'rurlanib Redditda bu haqida yozgan. Men 4 yil Amazonda AWSda ishladim, bir qator ham kod yozmadim. 4 yil oylik oldim deyapti. Bunaqa dasturchilar ham bor. Birinchi o'shalardan boshlangan qisqartirish, lekin ishchilarni bo'shatilishi yangiliklarda xuddiki ishlab kelayotgan odamlarni bo'shatib tashlagandek ko'rinyapti. Men bu fikrga qo'shilaman. Mana bu narsalarni ko'p o'qidim. Haqiqatda shunday bo'lyapti. Bular ishchilarni hozir haydasa, katta tek kompaniyalar. O'sha vaqtda nima deydi? Iqtisodda shunday bo'lib qolganki, pul iqtisodga katta kirib kelaverganida bozorda injenerlar uchun talash bo'lib qolgan. Shuning uchun hammasi kerak emas olib tashlashgan. Lekin endi shunday vaziyatga kelib qolishdiki, bular hozir hammasini haydashni boshlasa, bular zarar edi katta kompaniyalar. Boyagi nima deydi, aksiyalarga ta'sir qilardi, demak nimanidir ko'rishyapti. Endi chet el investorlar shunday qaraydi-da, bular ko'p ishchilarni haydab qolsa, nimadir yomon bo'lyapti, bular nimanidir kutyapti, nimadir muammo bo'lgan ichkarida, biz bilmaymiz, aytmayapti deyishadi-da. Lekin bular hozir shunaqa vaziyat bo'lib qoldiki, ishchilarni haydashyapti-da bular. AI keldi, biz AI uchun haydayapmiz deyishyapti. Bularning aksiyalarining narxi oshyapti, investorlar ishonchi ham oshyapti. Lekin o'zi aslida ichida qarasa mana shunaqa holat. Shunaqa. Aslida lekin shunaqa. Ular hech qanaqa ma'lum bir vaqt davomida hech qanaqa ish bajarmagan yoki uncha keragi bo'lmagan dasturchilar, ya'ni shunchaki zaxirada bo'lgan dasturchilar juda ko'p bo'lgan ularda. Endi qiziq savol. Hozir mana dasturlashga endi o'rganmoqchi bo'lganlar, dasturchi bo'lishni xohlaganlar, dasturlash sohasiga qadam qo'yish kerakmi, kerak emasmi? O'zi kechmi? Juda og'ir savol. Endi hamma o'zi o'ylab ko'rish kerak narsa. Endi maslahat berasiz. Katta jangga kirish oldi o'zi birinchi qaror chiqarish kerak. Katta jang deb qaraydigan bo'lsak, agar yurakdan bizada O'zbekistonda ko'proq shunaqa bo'lib qoldi. Dasturchilar zo'r ko'p pul topar ekan deb hamma hype ketidan yugurdi-da. Dasturchi bo'lish kerak deb, lekin ularning orasida chin ko'nglidan kasb sifatida qaraydiganlar bor yoki pul ketidan quvadiganlari bor. Men o'ylayman, agar rostdan ham harakat qilib men zo'r dasturchi bo'laman desa, yoniga yordamchi qilib olib o'rgansa, qayerda hech qachon kech emas. Shunaqa demoqchiman. Dasturchilikda oylikka qiziqib kirganlar, oylikka qiziqib kirayotgan bo'lsa, sohaga odam kirmasin deb maslahat beraman. Oldin ham shunday maslahat berardim. Endiki вообще ham aktual bo'lib qoldi. Sababi endi dasturchilarning oyligi kamayadi. Sababi dasturchilik nima deydi, oddiy kasb bo'lib qoladi. Chunki zamon shunga qarab ketyaptiki, dasturchi oddiy bir nima deydi, oldin mana ofisda o'tirib, boyagi отчет to'ldirib o'tirgan odamday ishchi bo'lib qoladi. Ularning oyligi kamayib ketadi. Juda yaxshilari yaxshi oylik olishi mumkin, lekin o'rtacha kam oylik olishadi. Butun dunyoda shunaqa trend ketyaptiki, undan mana bunaqa nima deydi, qo'l mehnati talab qiladigan ishlarning oyligi ko'tarilib boryapti-da. Boyagi payvandchi, o'sha jismoniy mehnat, mana bunaqa yoki bilmadim, u ham kreativlik talab qiladi, juda kuchli. Mana bunaqa narsalar oyliklar ko'tarib boradi. Agar faqat pulga qiziqadigan bo'lsa, undan ko'ra boyagi o'sha svarshik yoki traktorchi, boshqasi bo'lgan yaxshi traktorchilar yil kelyapti. Lekin dasturchilik agar yo'q, men nimadir o'zgartiraman, baribir men qiziqaman shu sohaga deydigan odam bo'ladigan bo'lsa, men har doim shogirdlikka tushaman deb odamlar kelgan payt bir savol beraman. Kamida 2 yil vaqt ketadi deyman. 2 yilda ketishga rozi bo'lsa, mana shu sohaga kirsin. Kirgandan keyin nimani harakat qilish kerakki, oldin biza mexanik bilim bilan ham ishga joylashib ketsa bo'lardi. Ya'ni mexanik bilim deganda nima? Faqat HTML sintaksisini o'rganib, tilda sintaksisini o'rganib ishga joylashib keta olardim 2009-yilda. Yoki JavaScript if else'ni o'rganib ishga joylasha olardim. Lekin endi unday bo'lmaydi. Mexanik bilim endi hech kim kerak emas bo'lib qoladi.
Ya'ni seniorlar kerakli deganimizda gapimizda ham tagida shu narsa yotibdi-da. Endi mohiyatini tushunadigan odamlar kerak bo'ladi. mohiyat. Endi sohaga kirmoqchimi? Qiziqsin. Qiziqmagan odam mohiyatiga kirmaydi. Qiziqqan odam kirsinda, o'sha mohiyatini tushunsin. Ichida nima yotganini tushunishga harakat qilsin AI ishlatsin. Agar ichida nima yotganligiga qiziqsa, u yana ham lekin kuchayib qiziqishi ortadi. Juda tez o'rganadi. Tez o'rganadi. Bizda 10 yilga kelgan bo'lsa, ular 1 yilda ketib qo'yadi. Shunaqa. Lekin meni qo'rquvim bor, davlat shu joyda ko'p bolalarni, yoshlarni ko'raman. Harakat qiladiganlari bor, lekin harakat qilmaydiganlari ko'pday ko'rinadi. PUBG o'ynab o'tiradi, vaqtini yo'qotadi. Shu bolalarning taqdiri nima bo'lar ekan degan savol borda. Ya'ni ish nima deydi? Ishsizlik ko'payadi degan fikr borda o'zimda, qaysidir ma'noda. Shularning taqdiri haqida o'ylayman-da, nima bo'lar ekan 2 yildan keyin deb. Hozircha javob ola olganim yo'q. Lekin qiziqishni orttirish kerak, o'rganish kerak baribir. O'rganish kerak, ha. Lekin har bir sohada deylik, dasturlashdan boshlab sun'iy intellektdan foydalanishni maksimal o'rgansa, qaysi sohada bo'lsa ham sun'iy intellektni qo'llab o'zidan o'zini topa oladi, misol uchun. Chunki shuni aytsak bo'ladimi, masalan, prompt engineering sohasi ham har bir soha uchun deylik, meditsina sohasi uchun, tibbiyot sohasi uchun individual prompt engineerlar kerak, ta'lim sohasi uchun alohida, iqtisodiyot uchun. Yo'q, prompt engineering bu alohida ish deb qarab bo'lmaydi. Bu xuddi Google'dan qidirishni bilishday narsa-da. Skill. Shu qidirishni bilish kerak bo'ldi. Hamma bilish kerak u narsani. Kompyuter savodxonligiga o'xshagan narsa. Yo'q, tushunarli, lekin masalan, yuristlik deylik, hamma huquqini bilish kerak. Lekin hammaning huquqi uchun alohida o'zini yuristlari, sohalari borki, ularning huquqi uchun kurashib beradigan ularning nomidan. Xuddi shunday sani nomingdan prompt beradigan, yo hamma bilgani bilan undan ko'ra yaxshiroq prompt yozadigan injenerlar kerak. Eng qizig'i, birinchilardan AI bunaqa rivojlanish tezligida birinchilardan bo'lib prompt injenerlar yo'qolib ketadi, men sizlarga aytsam. Men shunaqa fikrdaman, chunki bir prosta hozir vaqtinchalik bu AI sal nima deydi, halicha juda uncha aqlli bo'lmagani uchun, ozgina yana bo'shliq paydo bo'lgani uchun to'ldirib turilgan ishda u. U birinchilardan bo'lib yo'qolib ketadi, chunki AI juda tez aqllilashadi. O'zi gapimizni darmidan tushunishni boshlagan vaqti u prompt engineer kerak emas bo'lib qoladi. O'zi VS Code ishlatadiganlar bilsa kerak, kursor ishlatadiganlar deymizmi. Nimadir yozishni boshlasa, xuddi xayolidan o'tadigan kodni keyingilarni tabni bosing deb tayyor chiqarishni boshlagan. Endi yakuniy blokka o'tamiz. Blitz savollar, qisqa, lo'nda savollar o'tamiz. Blitz savollarimiz, aha. Nima deb o'ylaysiz? Sun'iy intellekt insonni aqlli bo'lib ketadimi? Ha, yo'q. Qiyin savol. Insonni aqlli bo'lib keta oladimi? Ha, menimcha. Shubhasiz, sun'iy intellekt odamdan ko'ra ko'proq bilimga ega va uni o'ylash tezligi odamga nisbatan juda tez. Cloudy'da noyabr oyining oxirida 4.5 Ops model chiqdi-da. Cloudy saytdan o'qiganimda dunyodagi eng aqlli odamdan ham ko'ra aqlli model bo'lib chiqdi deb aytdi-da. Ha, deya olaman. Sun'iy intellektga axloq o'rgatish mumkinmi va kerakmi? Mumkin va kerak. Buni hozir ham odamlar o'ziga moslab sozlashi mumkin. Faqat buni kim o'ziga xohlab buni o'ziga moslab nastroyka qilishiga bog'liqda. Bizlardan ham juda kuchli olimlar bu narsalar, savollar ustida o'ylayapti. Biz bilib savol qilib qanday javob beramiz? Endi deylik, shartli qisqa fikr bildirib ketish mumkin-ku. Unda biza axloq bilmadim. Bu savolga qisqa javob bera olmayman. Kelajakka qaror qabul qilish to'liq sun'iy intellektga o'tib ketadimi? Va u agar qaror qabul qilishda sun'iy intellektga o'tib ketadigan bo'lsa, u xavflimi? Yo'q, o'tmaydi. O'zi hozirdan ko'pchilik atrofimda, shaxsan o'zim atrofimda kuzataman. Juda ko'p narsalarni o'sha odamlar ChatGPTdan so'rashni boshlagan va eng qo'rqinchli tomoni
oddiy odamlar hozircha fact checking qilishni bilishmaydi. So'rayotgan narsasini. Ruslan, Savol nima edi? kelajakda qaror qabul qilish to'liq sun'iy intellektga o'tib ketadimi? Agar o'tib ketsa, u xavflimi? Bitta qaror bilan javob berishim kerak. Yo'q. Sun'iy intellekt nima qaror qilar ekandim? Yo'q. Qaror qildim. Baribir odamda qoladi qaror qilish. Endi aqlli odam bo'lsa, ha, odamda qoladi. Lekin ko'pchilik uy sharoitida hozir Lekin baribir maslahat so'rashyapti hozir. Inson ijodkorligi sun'iy intellektdan kuchliroqmi yoki raqobatlasha oladimi? kuchliroq. Hozircha kuchli. Keyinchalik AI'da qanday rivojlanishiga bog'liq, uni anaqa bo'lmaydi. Bugun boshlayotgan dasturchilar AI bo'yicha bitta maslahat, bittadan hamma. Sherzod, nima maslahat? Ko'proq fact checking qilishga fokus qaratishni so'ragan bo'lardim va shu sababdan generativ modellarga emas, balki qidiruv xususiyati bo'lgan modellardan foydalanishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni Grok yoki Perplexity'ga o'xshagan. Ular nimanidir qidirsa, ya'ni nimanidir so'rasa, qayerdan topganini fakt bilan keltirib bera oladigan. Shu Sherzod fikrini sal boshqaroq qilib gapiraman. AI eng zo'r kuchli AI tool ishlatinglar, eng sifatli kod yozadigan AI tool ishlatinglar, nima yozib berayotgan bo'lsa, copyright strike qilmasdan tushuninglar uni. Uni tushunishga harakat qilinglar to'liq. Tushunibginagina proyektlaringga ruxsat beringlar. Bir so'z bilan ustoz Ha. qilib olinglar bo'ldi. Meni fikrim shunaqa. Sun'iy intellektdan qo'rqish kerakmi yoki uni o'rganib maksimal foydalanish? Maksimal Davomida ham aytildi-yu, yana qayta. maksimal foydalanish kerak. Foydalanish kerak. Foydalanish kerak. Hozir men o'zim $200 mana Cloud Code olganman. Oyiga $200 to'layapman. AI davrida qaysi skilllar odamni qaysi qobiliyatlari eng aktual bo'lib qoladi? Eng aktualligini yo'qotmaydi, eng muhimi deb hisoblaysizlar. Hissiyot bilan sotish masalan. Boyagi savolga o'xshash savol ekan. Axloqqa. Misol biz odammiz chumoli bizani axloqimiz bilan chumolning axloqi har xilda. Chumoliga hech qachon yoki chumol yoki hayvonga hech qachon tushuntirib bera olmaymiz, biz nima hayvonni yeyishimizni-da. Lekin biz uchun oddiy holat, to'g'rimi? Bizning axloqimiz, bizning intellektimiz ulardan kuchli bo'lgani uchun axloqimiz o'zimiznikida, o'zimizga to'g'ri keladigan axloq. Bizdan ham yaxshi tushunadigan AI'lar paydo bo'lsa, ularning axloqi qanday bo'ladi bilmayman. Ularning axloqi qanday bo'ladi bilmaganimiz uchun ular ham balkim odamni o'ldirib, odamni yeyorish yaxshi, to'g'ri, o'zini maqsadlarida ishlab topirish to'g'ri deyishi mumkin. Xuddi hayvonlarga qarash mumkin bizga. Ya'ni bunaqa nuqtadan nazardan kelsa, axloqni o'rgatish kerak. Lekin axloqni o'rgatsa, balkim AI to'xtab qoladi. Shunaqa narsasi ham bor-da. Ya bu boyagi savolga javobda, hozirgi savolimga javob bermading. O'sha qaysi skilllar AI davrida mana inson uchun insonni qaysi skilllari, qobiliyatlari muhim bo'lib qoladi? AI davrida deylik, mana raqobatbardosh kadr bo'lish uchun yoki o'zini sohasida aktuallikni yo'qotmasligi uchun qaysi skilllarni rivojlantirish kerak? Hozirgi AIdan kelib chiqib, kelajakda AI Hozirgi AIdan kelib chiqib, insonlar qaysi qobiliyatlarni rivojlantirish kerak? tinimsiz o'rganish qobiliyati hech qachon eskirmaydi odamni. Hamma narsaga qiziqish, tinimsiz bilimlarni yangilayverish, tinimsiz yangilikka qilish. Intilish AI hech qachon qila olmaydi işte. Sherzod, Savolni takrorlab olasiz. insonni qaysi qobiliyatlari muhim bo'lib qoladi? Mana shu sun'iy intellekt davrida. Muhim bo'lishi kerak, qaysi qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratish kerak? Shu kimgadir bor o'sha qobiliyatlar, uni rivojlantirish kerak. Kimga yo'q bo'lsa, o'sha qobiliyatlarni o'ziga shakllantirish kerak. Qaysi qobiliyatlarni deb o'ylaysiz? AI davrida shaxsiy fikrim ko'proq o'sha olayotgan ma'lumotini to'g'ri yoki noto'g'riligi bu eng asosiy narsalardan biri deb o'ylayman. O'sha narsani, o'sha skill kimdadir bor, kimdadir yo'q.
kimdir AIda olinayotgan ma'lumotga ko'r-ko'rona ishonadi, kimdir tekshirib ko'radi, bu haqiqatmi yo'qmi? O'sha narsani Ha, baholash ham qolay ekan. insoniylik, adolat qilish tomonlari baribir inson ustunroqda bu tomonlama. Bu kelajakda Subyektiv narsalar-ku. Uni qanday baholaysiz? Misol uchun insoniylik hamma uchun har xil. Hamma uchun har xil. Hamma uchun. Shunaqa. Kimdir uchun Kimdir adolat, kim uchundir adolatsizlik bo'ladi. shunday. Fikrlaringiz uchun rahmat. Qanaqadir kamchilik qolib ketgan fikrlar bo'ladigan bo'lsa, yana yig'ilishib fikrlashaveramiz. Like bosinglar, komment qoldiringlar. Keyingi sonlarda qanaqa mavzu va qaysi sohadagi mutaxassislarni chaqirishimizni xohlaysizlar, hurmatli kuzatuvchilar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Rahmat hammaga, vaqtingizga rozi bo'linglar. Rahmat.